Körüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemeni körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalomu alaykum Fatima Seyyah Hanım, yaxshimisan? Vaalaykum assalom, Ahmadjon Osman apandi. Yaxshi. O'zingchi yaxshimi? Allohga shukr. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarman. Yaxshimisiz? Men shundaq qarayman programmasiga xush keldingiz. Bugungi mehmonimiz Fatima Seyyah Hanım. Biz bugün bu programmada Fatima Seyyah'ның cheksizga qanday qaraydiganligiga qaraymiz. Lekin albatta cheksiz degan vaqtimizda bu so'z biz Uyg'urlarga biroz yatroq so'z bo'lib tushunchasi, cheksizning tushunchasi. Shunga biz seni taklif qilib bu programmaga bu tushuncha hukumda sening qarashingni bilmoqchi bo'ldik va sening qarashingdan bilmoqchi bo'ldik. Sen bir geofizik hem bir şair. Geofizika bizning zag'ir tilimizda ilm nima? Tabiiy fan deymiz. She'riyatni ijtimoiy fan deymiz. Bu ikki kategoriya ilmda. Hem bizningki zihnimizda, ilmimizda qandaqdir bu ikki kategoriya nihoyatda farqli bir-biridan. Hech qandaq bir munosabat yo'qdek qaraymiz. Hech qandaq degan vaqtimda albatta bu ikki ilmninki tadqiqot obyektini va doirasini ko'zda tutyapman. Lekin shundaq bo'lsa-mu bu ikki sohani sen o'zingda birlashtirgan bir odam. Shunga mushu ikki soha, birisi geofizika, biz uni odatda aqlga munosabatli deb qaraymiz. Yana birisi she'riyat, biz odatda uni hissiy, ya'ni hissiyotga munosabatli deb qaraymiz. Mushu ikkisi senda qanday birlashdi? Oldi bilan cheksizga Fatimaning qanday qaraydiganligini dedim. Uni bir shu to'g'riliq so'zlab boqay. Cheksizga mening qarshim yo'q. Ya'ni Fatima degan oldinda o'tirgan bu insonninki, odamninki cheksizga qarshi mening shaxsiy qarshim yo'q. Yana bir tarafdan cheksizga undaq qarag'ilolmaydi. Shunga men bugun cheksizlik haqida sen bilan o'rtoqlashsam, o'zimninki tuyg'unlarimni deyman. Ya'ni ko'zim ko'rganni emas, ko'nglim tuyg'anni deyman. Bu bir nuqta. Endi sen sording, geofizika, bir tabiiy fan yoki aqliy emgak, undan keyin she'riyat bo'lsa, ijtimoiy fan deb qaraladi yoki hissiy emgak deb qaraladi. Bu endi bizningki Uyg'urlarninki qarshi. Uyg'urlarninki bir an'anaviy qarshi. Shunga Uyg'urlarning an'anaviy qarshidan chiqqan vaqtida bu ikkisi xuddi birsiga ziddak, bir yerga kelsa bir yerga kelmaydigandek, ashundaq odamga ashundaq
tushuncha berdi. Endi bu tushuncha men mushu tushunchani asos qilib turib, bu ikkisininki qandaq bir yerga kelganligini avval o'ylaganlarimni so'zlab o'tay. Men geofizik bu tabiiy fan. Tabiiy fan bo'lgan chog'da qo'llanishchan tabiiy fan. Fizika degan bu ilmning keyin fizika degan tabiat ilmi. Tabiat ilmininki yer geo degan yer degan gap. Shu yer sharininki ichki qismiga ichki qismida qo'llangan ilmni geofizika deb ataymiz. Endi buningda shu asosliqi fizika, matematika, andin texnik kengaygan vaqtida yana geoximiya, andan keyin geologiya yoki yer sharininki ilmi, geo degan yer shari, logi degan yer sharininki logikasi, geologiya, andan keyin va yaqinqi kompyuterning paydo bo'lishi bilan kompyuter ilmi qatorliq bir necha turlik mushu tabiiy fan sohasidagi ilmlar birlashib geofizikani hosil qildi. Buni sen degandek yoki Uyg'urlarning qarshisidagidek bu tabiiy fan, odamning kallasini ishlatadigan fan, ya'ni kalla ishlaydi deb o'ylaymiz. Bu tabiiy fan o'qiganlar, tabiiy fan bilan shug'ullanganlarni biz kallasi yomon ishlaydi deb kallaga markazlashtiramiz. Shoir deganda biz yana Uyg'urlarning ko'z qarashidan so'zlayman. Shoir deganda biz hissiyotini so'zlaydigan, paq deb gap qiladigan kallasi emas, kallasini boshqa bir yerlari balkim ishlaydigan. Yurki desakmi bo'ladi, lekin bundaq chiqib ketganda tabiiy fanga solishadigan chog'da kallasi toz ishlab ketmaydigan desakmi bo'ladi. An'anaviy nuqtadan qaragan chog'da shoirlarni bundaq u hissiyot bo'lgan ekan, bizim Uyg'urlarda aql bilan hissiyot deb ikkisi birsiga qarama-qarshi qo'yadigan bundaq bir ko'z qarash bo'lgan ekan. Bir shoirlardek bir hissiyotchan kallasi ishlamaydigan birisi, qanaqa qilib kallasi ishlaydigan bundaq ulug'vor bir tabiiy fanni qiladi. Agar bu ikkisi bir yerga kelsa, cho'qib bu yerda chatoq va deb ishtaq qaraydi Uyg'urlar. Shunga bundan burun uzun yillar mobaynida men boshqalar tarafidan, Uyg'urlar emas, boshqa millatlar tarafidan sen shoir emas, sen geofizikani qil, ya bo'lmasa sen shoirlikni qil degandek bundaq ikki qopqa so'nib ikki tarafga ayrilishga uzun mezgil. Hozir majburlar nima? Hozirmi ayrilib turdi, lekin men boshqalarning ko'z qarashini so'zlab bo'ldim, hamda ikki tarafga ayiradigan, ikki tarafga birisi oq, xuddi birisi qora degandek bu shaklda dunyoning normalda ko'z qarashi shundoq. Endi bu Fatima degan menda, bu men deganda men ko'rayotgan, sizlar ko'rayotgan shakl bor, so'zlayotgan ovoz bor. Undan boshqa yana mening deb turayli, hamda mushu badandagi, mushu tandagi, mushu gavdada yana sizlar ko'rmaydigan, ko'zinglar ko'rolmaydigan boshqa bir narsami bor. Endi mushu gavdadagi Fatima deb atalgan menda deb tursak, bu mendami ashundoq aql bilan aqlsizlikninki bir-biri bilan chiqisholmasligi, burun chiqisholmasligi emas, ikkisiniki tang mavjud bo'lib turishi, shu Fatima degan bu kallada, ongda deb tursam bo'ldi yoki bu aqlda
bu Fatimaning aqligimi toza sig'ib ketmagan. Şoňa hili uzun bir mezgillägiçe gerçi Fatima kiçik wagtyda tabiiy fen, ijtimai fen, şiir, hissiyat dep aýrymay nime bolgan bolsa şundaq bolup çoň bolgan bir Fatima. Keyin dünýäniň her gaýsy jaýlarynda okşamga ýerlerde ýaşaş jarýanynda ilky bu pakat Uýgurlardyla mundaq garamaydy eken, başga ýerler şundaq garaýdy eken. Demek mende çatak bar okşaýdy o. Hakykatdanmy undaq akıl bilen akylsyzlyk bir ýerge ýa-ki akıl bilen hissiyat bir ýerge kelemeýdigan okşaýdy o dep hili uzun mezgilgiçe pakat tabiiy fen alim boluşga bel baglap o şiiriyet digeniň gildin bogup dak düşürüp etkende. Şoňa bu emma o bäzen näsilniň gildin bogsaň ölgen bilen gildin boguş digen onuň nepsini toxutup onu öldürüş digen gep emdi. Bäzen näsilniňki gildin bogsaň o ölgen bilen bäzi ölmeýdiganlar bar eken. Meselen şiiriyet şu. Şiiriyet onu kança ilky gilne bogsam digende o işçiden çykydy eken adamyň meniň içimden çykydy o näse. Ýa-ki içimden ýa-ki keýnimden digendek mundaq sözlerni awal ifadalap durar emdi. Ýa-ki bolmasa bäzän wagtda bütün tarapdan her tarapdan ilky kurşap bir näse huddy hujum kılgandek mundaq çykyp etgan wagtda keslim tutup galgandek aşdaq bir aletde aşdaq bir halet o. Şundaq bir aletni men kança kılıpmy men digen bu Fatimanyň gollary onu bogupmy, kalysy urupmy, nime kılıpmy onu ýukdanmady. Şuna bilen onda bolsa bunyňga şu ýukdanmagandeken muşdaq ýaşaýdygan okşaýmyz. Muş ikisi bilen billa dep şunyň ýagy ananawy garaşdyky akyl bilen hissiyatny şkelesige ikisi hem de birmiş tende birleşken bir ýerde ýaşap oturdy. Lekin bunu men ananawy garaşdym dep ýene dedim. Lekin bu ämliýetde ezelden birsi-birsiге garmy-garşy emasdy. Ýa-ki bu ýerde şiiriyet digende ýa-ki geofizika digende her ikilisi ämliýetde o akylyna mahsul emasdy. O akylyna mahsul emasdy. O bir etrafymyzdaki şu tabiat dedik, geofizika digende bir tabiat ilminiň bir kısmy dedik. Aşu tabiat şudy. Şiirmi şu tabiatnyň özü şudy. Ýa-ki etrafymyznyňki, ýa-ki içimizniňki, ýa-ki muş etrafymyzla içimiziň tutuşup ketgen muş tabiaty. Ýani mundaq çykyp etgan wagtda Fatimanyň tabiaty şiirdi. Şiirden ýa-ki Fatimanyňki şairliginden geofizikaga kızykdy. Geofizika emas, Fatima geofizika digen bu adny, bu namny, bu ilimni bilişden burun şiir bilen birlikde ýene sanlar bilen bilişetdi. Çünki sanlamy toktamay huddy şiirler, şiir digende tilni däwetdimen, hem de Uýgur tilini däwetdimen burunky meniň ana tilim. Huddy til onuňga bastyryp kelip bir nimelerni däwetgandek sanlamy onuňga dawamlyk toktamay aşu sanlar gövdelenip duratdy. Köz aldyda ýa-ki bolmasa bedenide toktamay sanlar bilen ýani sanlar onuňga çaplyşyp algan. Huddy til onuňga çaplyşyp algandek. Şu hulaslasam o geofizika akyldan şiir hissiyatdan diýen o näsini Fatima geofizika digende bilmegen wagtda dünýäde mundaq saýlar barken, garangylyklar barken, ay barken, gün barken digendek aş näslerini şu näslerini mundaq körälen bolgan wagtydan başlap keyinçe sallarny ögünüp aş sallar onuň hujum kılıp 7-8-9 ýaşlardan başlap o
she'r bilan bu nimani matematikani ayırıp ko'rib bakmagan. Fatimaning geofizik bo'lishi shu chog'lardagi uning kichik chog'laridagi shu she'rninki faqat davomlashishi deb. Undaqda hazır mayada sizinki muş düşendirişlerinden iki nokta göz aldığımızda muş iki noktanı tutup durup biz körermenler bilen sizinki muşu geofizik bilen yaki akıl bilen şiiriyet yaki atalmış hissiyat bilen muşu ikisininki münasebetini texim bekerek aydınlaştırışka bulamdikin dep oyladım. Bu iki nokta men sizinki sözlerinden xulasaladım. Sen aldı bilen sen cheksizni qaragılı olmaydigan narsa dedim. Yani cheksizlik qaragılı olmaydı, şuna o qarash emas. Eğer cheksizlikka qaragılı olmaydı, o qarash emas bolsa, demek bu xuddi ilim panga o'xshash. Bir xilqi hukm ilmiy yakundek, ilmiy haqiqatdek mundaq bir ma'noni berib qo'ydi. Yeni bir tarafdan sen hissiyatni, odamni tasvirlagan vaqtingda o'zingni tandin boshqa odamning o'sha biz ko'rib turgan tandin boshqa biz ko'rmaydigan bir narsa bor edi. Shunda bo'lganda mush ikki so'zingni biz bir yerga akasak demak sen qarg'ul olmaydi davatkan mushu cheksiz qarg'ul olmaydi yani ko'ngil olmaydi degan gap masalan mushu cheksiz bilan sen ikkinchi nuqtangda degan masalan ko'ngil olmaydi odamda bir narsa bor ko'ngil olmaydigan lekin meni ko'rsizlar badanimni uni ko'rmaysizlar. Shunda bo'lganda badan masalan Fatima Sayyahning mushu gavdisi biz uni ko'ralaymiz. Shundaqla biz uni belgilayalaymiz. Ko'ralaymiz, belgilalaymiz degan vaqtida demak u cheksiz emas. Chunki sen cheksizni qarg'il olmaydi o cheksizga dedim. Demak u badan hozir mushu gavdan demak cheksiz olmaydi. Lekin sening davatgan biz ko'ranmaydigan bir narsa bormi shu badanda deganing undaqda aşı biz ko'ranmaydigan badandagi aşı narsa mushu biz qarayolmaydigan cheksizmi yo emasmi? Ikki narsa. Avval birinchi savolingga javob beray, ya'ni agar cheksizga qarg'il olmaydi desa bu xuddi bir mening ilm fan tadqiqotimningki yoki cheksizdan tadqiq qilgan olimlarning tadqiqotininki natijasini aytib berayotgandek sening deganingda ilmiy yakundek bo'lib qoldi deding. Haqiqatan agar men buni Fatima degan shu sizlar Fatima deb taniydigan bu odam mushundaq desa mushundaq da'vatgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qolishinglar mumkin. U ilmiy yakun emas. Chunki ilmiy yakun degan yoki ilm fanninki hozirgi zamon ilm fanninki metodi bo'yicha bir narsani ilmiy yakun chiqarmoqchi bo'lsak, avval shu narsani kuzatamiz. Masalan, bu bir tal qalam deb kuzatamiz. Bu bir tal qalam o'xshaydi. Biz buning bu qalam ekanligini burunqi nurg'un tajribalardan mushundaq shakli bor, undaq yezib baqsaq xat yozg'ili bo'ladigan, chiqadigan ma'lum bir xususiyatni ko'z tutib turib, bu bir qalamkan degan qiyosni avval o'tirib qo'yamiz. Hypothesis yoki assumption qiyos. Buni bir ilmiy qiyos desak bo'ladi, chunki bu oldingilarning tajribasiga asosan yakunlangan bir ilmiy qiyos. Ondan keyin buning zodi qalammi yoki qalam emasmi deganni biz ilmiy yakun chiqarishimiz uchun buni faqat qalam deb to'xtab qolsak bo'lmaydi. Ondan biz buni kuzatdik. Kuzatish natijamizni bir avval ma'lum qilishimiz kerak.
mundaq narsa ekan deb. Onundaki onun qalam yoki qalam emasligiga burunqilarniki ishlagan tajribalari bor. Shu tajribalarni bir qurish shuningdan yoki boshqalar jiq ishlab shu o'xshash tajribani qalam deb hukm chiqargan shu tajriba usulida ilmiy metod degan inglizchaga usul degan arabchaga ilmiy bir yo'sinda shuni tajribadan o'tkazishimiz kerak. Tajribadan o'tkazgandan keyin andiki uningdan bir xulosamiz chiqadi yoki bu tajribaning ma'lum bir qismini xulosamiz chiqadi. Xulosada endi bu demak bu yoki qalamkan yoki qalam emaskan degan bir xulosani chiqaramiz. Agar bu qalam bo'lib qolsa biz buningki burunqi qalamlarga o'xshaydigan yoki o'xshamaydigan bir taraflarini analiz qilamiz. Andan keyin oxirida agar biz buni qalam dedik, lekin buningki ba'zan qalamlarga o'xshamaydigan taraflari bor ekan. Shunga biz tajribamizda bundaq yangi bir narsalarni qo'shish orqali buningki qalam degan mushturga kiradigan bir nima ekanligini ekanligi haqida ilmiy yakun chiqardik. Lekin shundaqdimi buningki yana qalam bo'lmaslik ehtimolligi yoki qalam bo'lsa yana buning boshqa qalamlarga shu metodni kengaytgan vaqtida balkim yana shu metodninki yaxshilanish taraflari yoki biz o'ylab baxmagan taraflari bor bo'lishi mumkin deb bir ilmiy yakunni mana shundaq jarayonlarni 5 dan o'tkazdi. Jarayonlarni o'tkazgandan keyin andan uni ilmiy yakun deymiz. Shunga bizda bu o'sha hozir tabiiy ilmininki nima o'zini ijtimoiy fanning shundaq masalan psixologiya degandek tabiiy ijtimoiy fan degandek ilmlarmi mushu jarayonni boshdan kechirdi. Agar mushu jarayonga endi biz cheksizlik degan yoki cheksiz degan mushu hukmni qo'yadigan bo'lsak, masalan bu cheksizlik degan bu yerda hukm deb abdodim chunki bu ilmiylikdan chiqib deyaptimi. Buning uchun buningga bir ta'bir berish kerak. Cheksizlik degan qandaq narsa, nima deb. Masalan matematikalik cheksizlik desang, matematikada cheksizlik manfiy cheksizlikdan tortib munbat cheksizlik so'zilgan shu bo'shliqni matematika cheksizlik deb ataydi. Buni cheksizlik degan chog'da matematikaning o'zininki u cheksizlikni isbotlaydigan o'zining tili bor. Masalan, uni falsafada cheksizlik desa, uninki falsafada shu o'zining besib o'tadigan jarayoni bo'ldi cheksizlikning mundaq narsa. Agar bu shay kuchsa cheksizlik bo'ldi, u logikaning tili bilan so'zlaydigan ish bo'ladi. Mening bu yerdagi cheksizlik deganda buni so'zlayotganim men matematikalik cheksizlikni demayapman yoki matematikalik cheksizlikni sizlarga isbotlab mana bu cheksiz deb men sizlarga ko'rsatmayapman. Yoki logikalik holda cheksiz degandanki falsafa nuqtasidan chiqqan vaqtida mundaq bo'lg'achqa logika degan sabab natija munosabatini tadqiq qiladi. Shu A bo'lg'achqa B bo'ldi, B bo'lg'achqa C bo'ldi, C bo'lg'achqa demak bu cheksizgan deb mundaq logikalik o'yinimi logikani ko'z tutmayapman. Men oldi bilan cheksiz degan vaqtimda men bir she'riyatning tilini, she'riyatning cheksizligini, she'riyat degan mushu men atagan she'riyat degan mushu narsaniki cheksizni she'riyatdagi cheksizlikni ko'z tutyapman. Buni albatta qaytib kelamiz. Logikadagi cheksizlik bilan matematik cheksizlikka qanday bog'langanligini yoki o'xshashlik o'xshamasligini. Bu yerda deyotganimda ikkinchi savolimga endi o'tib ketgan bo'ldi ekan. Ya'ni u cheksizlik shu ko'gilolmaydigan badan gavdadagi ko'gil bo'lgan narsani agar bu cheksizlik emas, chunki agar cheksizlik bo'lsa men o'zimning gapimga qarshi chiqib qolmayman. Cheksizlik qarg'ilolmaydi desam, o chog'da menga ya'ni oldinlarda o'tirgan gavdaga qarayolmasanglar bo'ladi. Bu ko'rinmas bo'lishi kerak. Chunki men bu yerda men gavdadan boshqa bir ko'gilolmaydigan bir narsam bor dedim. Agar u ko'gilolmaydigan narsani cheksizlik desam, o chog'da men bu yerda ovozim anglanmaslik kerak, men ko'rinmasligim kerak. Ammo
Men bu yerda aş köygül olmaydigan degan men şuni cheksizlik. Şuni cheksizlik deyapman. Ya'ni köygül bolmaydiganda Uyg'urchada köygül oldiganni ba desek, köygül bolmaydiganni yo'q deb tursak, men aşu ilqi bar, lekin yo'q aşuni cheksiz deyapman. Bu yerdagi cheksiz deyishimda agar bir ta'bir berish to'g'ri kelsa, she'rning tilidan u hamma yerimizda bor, hammamizda deganda men mushu ichimda dedim, ichimda bor. Sirtimdami bor, abay men she'rni tasvirlagan vaqtida u ba'zan ichimdan keldi, ba'zan keynimdan, ba'zan tarafimdan dedim. Mush atrofimdami bor, ya'ni u gavdalanganning sirtidami bor, gavdaning ichidami bor, sendami bor, geo deganda geofizikadagi mushu yerdami bor, yerning ostidami bor, yerninki ustidami bor. Ya'ni hamma yerda Bak. biz o'ylay deganimda, o'ylash deganda bu yerda tasavvur qilishni ko'z tutaman. Biz tasavvur qila oladigan tasavvurning agar cheki deb qolsak, tasavvurimiz cheklik narsa, tasavvurimizmi yetmaydigan, tasavvurimizning cheki cho'lib ketadigan ashundaq bir ashundaq biri. Shu cheksiz. Endi bu yerda biri deganimda ko'pning biri o'xshaydi deb yana xato tushuncha kelib chiqmasin. Birdan biri. Lekin müşahede hazır sizinki şu geofizik buluş süpüten ve şair buluş süpüten geofizika ve şiiriyet ikisini muşu sözünde, bayanında bir yere kavatqanda qilsa, mesela matematikada mı, mesela ilim fen deyli, akıl deyli, bunun da mı matematikinin tili bilen salla bilen deyli, salla bilen mesela cheksizlikni digili buludu. Yani tabirligili, ifadeligili buludu. Şundaqla yana şiiriyetde mi? Bu bizninki içimizdeki ve teşimizdeki, hamma yerdeki biz ko'renmeydigan bir narsaning bizni birlashtirib atqanligi. Dek, mushundaq bir narsani davatsa. Demak, bu yerda bu ikkisi mushu cheksiz degan yoki cheksizlik degan mushu so'zda, mushu so'z bularni birlashtirib o'tadi. Lekin biz hozir mushu ko'rarmanlar bilan billa nima o'ylayapmiz desam, bu bir xil tasavvur qilolmayapmiz. Bundaq chiqib ketgan vaqtida, masalan, sen hamma yerda bor, senda bor, menda bor, usti, osti, hamma narsalarda bor desang, bu yerda bu ko'p narsamidi bir-biriga o'xshaydigan deydigandek bundaq tushunchama kelib qoldi. Shunga hozir men buni sizinki mundaq bir nuqtaga markazlashtirib turib bizga tushuntirib berishingni so'rayman. Yoki bizga tasavvur qildirib berishingni. U bo'lsa-mu biz matematikadagi sonliq cheksizni qo'yib turib hozir bizning Uyg'ur tilimizdagi bepoyon, ya'ni makan, moddadagi narsalardagi masalan mushu ma'noda bir qarayli cheksizlikka. Shunda bo'lgan vaqtida biz endi cheksiz degan bu so'zni odamni qaymoqtiradigan, odam tushunib ketolmaydigan, tasavvur qilolmaydigan bu so'zni endi biz bepoyon
bizning Uyg'ur tilidagi bepoyon degan so'z shu yoki shunga yaqin yoki shu ma'noda deb ilib tursak, chunki bepoyon degan bu so'zmi bizga farschadan kirgan. Masalan, payon degani yiroqlik. Payon, masalan, dengizning payoni degan vaqtimizda dengizning qirlari degan gap. Shunda bo'lganda bu bepoyon degani bi bo'lsa siz, ya'ni payonsiz, ya'ni yo'q degan ma'noda kelgandan keyin bu bepoyon degani qirg'oqsiz, cheksiz, qarab bu ya'ninki chekini, qirg'ini ko'ranmaysa degandek mundaq ma'no chiqadi. Shunda bo'lganda hozir biz sallardan mushu makon tasviridagi bepoyonlik kelib qarasak. Undaqda masalan alaylik biz yaşayotgan biz insonlar yaşaydigan yer shari deyli, yer shari. Burun qadimgi zamonlarda Galile'den burun masalan yer sharininki quyoshni aylanadigan va shundaqla bir sharsimon ekanligini bilmaydi burunlarda. Şuna qandaqdı, ya'ni yapalaq deb tasavvur qiladi. Yapalaq deb tasavvur qilgan vaqtida demak mushtaq so'zilib, ham har tarafga so'zilgan bir yapalaq shakl yer shari. Shunga uninki qiri ash qutuqlargacha, ya'ni osmon bilan taqishib aşağıgacha bordi deb qarab, ash qutuqlar bizningki zihnimizdeki ya tasavvurimizdeki muşu zeminni, muşu yerini çeklaydi şu ufuklar. Etrafımızdaki şu ufuksızlık. Muşu asman bilen yani ustaşkan. Lekin hazır biz onda qaramaydigan bolduq. Çünkü ilim fenning taraqqiyoti bilan masalan yer şarının, yerning sharsimon ekanligi, uning quyosh atrofida aylanadiganligi bo'lgan vaqtida demak yer biz uchun cheksiz emas. Cheksiz emas. Undaqda yer cheksiz bo'lmasa, u cheklanib qolgan bo'lsa, chunki yer o'zininki shu yer posti bilan cheklanadi-ku masalan. Undaq bo'lsa, mushu cheklikda qandaq cheksizlik bo'ladi? Ya'ni mushu yer shari qandaq bepoyon bo'ladi? Chunki sen har birimizda bu cheksizlik bor. Her birimiz cheksiz degandek mustaq ma'noda so'zlaganliging uchun bu savolni sendan ko'rarmanlar bilan so'rayapman. Yer sharininki yapılaqlıqı əməliyyatda hazır biz yer sharini undaq yumaloq yoki ellips o'xshab ketadigan bir sharcha deb uning sirtdan rasmga tortib uni ko'rdik. Şoňa açdaq bu yer şari degan undaq yapılaq emas ekan deb başta dedik. Deb şunga hüküm chiqardik ham yer şari degan quyoshni aylanadi ekan, quyosh yer sharini aylanmaydi ekan degan bu ilmiy yakunlarni matematik, fizikalik tillar bilan yakunlab chiqardik. Ham shuningdan bu yer shari degan ufuqlar bilan cheklanadigan mundaq bir yapılaq narsa emas ekan deganni o'yladik. Qiziqarli yeri mencha bu biz yer sharining rasmini ko'rib, men chek bilan cheksizning gapini qilaman. Yer sharining rasmini ko'rib, yer sharininki mushu bizning zag'ir tilimizda deydigan osmonda yoki bo'shliqda leylab turgan shu bir yumaloq shar ekanligini bilishdan burun uni shu kim uni yapılaq degan bo'lsa, mencha shularninki bilishi bizninkidan texmo mukammalroqdek his qildim. Chunki biz yer sharini bir yumaloq sharligini bilgan vaqtimizda hozirgi zamon insonlari 14-15 asrlardan keyin deyli masalan yoki yer sharininki quyoshni harakat
aylanıp hareket qilganligini degandek mundaq qilib cheklik ekanligini bilgandan boshlab mencha insonlarda ilqi yer shari nisbatan aql paydo bo'lishga boshladi. Shu yer shari, ya'ni yer shari cheklandi. Yer shari insonning aqlida cheklandi. Yer shari undaq bu so'zilib ketgan, kengayib ketgan, buning cheklari ufqlargacha borgan degan bu o'y mencha bu bir she'riy o'ydek ko'rindi. Yana deganimda she'rni hissiyot deb qaramayman men. Xuddi fizikani aqlli deb qaramagandek. Bu ayni zamondagi shoir fiziklarninki, agar shu chog'da fizik deb ataydigan bo'lsak, ularni shoir fiziklarninki hech bo'lmaganda o'zi yashayotgan bu joydagi mushu o'zi turayotgan mushu zamin, mushu bo'shliqninki atrofi tutishib ketganligidek mundaq bir kengaygan atrofi tutishib ketganligidek mundaq bir har narsaniki qo'l tutishib turgandek bu ufqning yer sharining ufqining insonning ko'z yetmaydigan bepoyon yana bir ufqqa kirib ketganligidek mundaq bir birligi biz hozir degandek yer shari degan bir jumaloq narsa o'zi mundaq ayrim bir narsa degandan bakroq u texmo cheksiz deganga cheksizni aniq qilishimga texmo yordam berdigan mundaq qilib aytgan vaqtida. Biroq Ya'ni degan bilan bu yer shari bir yer shari cheklik. Biz shunda ko'ramiz. Ko'zimizga shunda ko'ramiz. Cheklik. Ya'ni bu bir yumaloq shar. Onun çeki, bu şarның çeki, şu şarını orap turgan post yani. Bunda qışıp etqavaqtada nim deymiz? Çember muşu. Şu ölçemlik çember orap turdu. Demek muşu yer şarının çeklikligi, çeklik bu. Bunda olsa bu yer şarı biraz burun sen degende muşu yer şarının içide mi bad eden çeksizliği. Bundaq bo'lganda u nima? Masalan, mush cheksiz nima? Ya'ni yer sharining ichidami bo'lsa, mendan iborat cheklikdami bo'lsa, har qanday cheklik narsalar bo'lsa, chunki narsa degan vaqtlarimizda biz shay'i deganda cheklikni ko'z tutamiz. Chunki u cheklik bo'lmagan bo'lsa, biz uniga qaray olmaydik, sen biroz burun degan. Shunda bo'lgandan keyin biz uni qaray oladikmi, ko'ra oladikmi? Demak, bu cheklik degan gap. Shunda bo'lganda mushu chekliklar biz ko'rayotgan mushu chekliklarning ichidami, sirtidami bo'lgan bu cheklik nima bo'lishi kerak? Nima bu? Endi yer sharining jumaloqligiga yoki yer sharining ayrimligiga endi kerakli, ya'ni yer sharining chekiga. Ya'ni burunqilar hech bo'lmaganda buni bir bir cheki yo'q bir narsaga tutishib ketgan deb o'ylagan bo'lsa, biz ko'zimizni ko'rganda hamda rasmga tortib ko'rdik bo'shliqda biz ko'rdik. Bu bir undaq tutishib ketgan undaq narsa emas ekan, bu bir cheklik o'zininki o'rnida turadigan quyoshning aylanib qildigan o'zining o'qidim aylanadigan mundaq bir narsa ekan, mundaq bir shay ekan, mundaq bir tabiiy hadisken tabiiy barliq ekan deb biz buni bildik. Endi bu yerda shuni bilishimiz bilan yer sharining yopiqligini biz shuni o'ylaganlarni zanglik qilib, sen yopiq deb qarab qolgandan xato o'siniki deb bu yerda uni inkor qildik. Chunki bizningki yer sharini ayrim deb ko'rganimizning ko'zimiz ko'rganida yer sharini chek dedik. Okey, bu yer shari bu cheklikkan dedik. Masalan, menmi seni ko'rsam, bu sen bir odam. Men seni cheklik desam, odamlar zanglik qildi meni. Agar bu cheksiz desam, odamlar meni zanglik qildi. Bu qanday bir odam cheksiz bo'ladi? Agar u cheksiz bo'lsa, uni mundaq aql bilan idrok qila olmaydi. Masalan, uni senmi cheksiz, menmi cheksiz desam, yana Uyg'urlarning gibi bo'yicha shoirning joylashlariga aylanib qoladi. Lekin undaq emas. Men
yoki sen, yoki yer shari, yoki quyosh degan bu cheklar ash o'zini tutashtirib turgan, ya'ni seni meni tutashtirib turgan, angliqchilarni tutashtirib turgan, men bilan o'rindiqni tutashtirib turgan, yer shari bilan quyoshni tutashtirib degan vaqtida tutib turgan. Bizning hammamizni biz nada turyapmiz? Biz tutib turgan shu narsa, shuni men cheksiz deb atayman. Agar narsa desam, shu U mesela nima u? bo'shliq. Boşluk. Atrof bo'shliq u. Ha. Demek men boşlukta, ben bunu bilemem. Körermen mi bildu? Men boşlukta. Çünkü hazırki ilim feninin terakkiyatı bilen, hazırki bizdeki nimdeyimiz mariflerimiz bilen biz cık neslerini bildik. Mesela biz özümüzden boşluk ekanligini bildik. Boşluktaki bir cisim ekanligimiz. Mesela yer şarın boşluk sen biraz burun sözlügendek yer şarı quyoshning atrofini aylanadi. Quyosh yine özününki nimisi de orbitisi de başka nimdeyimiz quyosh sistemlerini aylanadi. Demek hamma narsa bir-birini aylanıp turgan ve özünün etrafında aylanıp turgan şekilde, lekin ular ayrım hammasi cheklik. Lekin bularning hammasini sen biraz burun tutup turdu dedim. Nayet obrazlık til bo'ldi, çünkü hakikaten sen bunu ilmi degan bo'lsang, biz ko'rarmanlar bilan tasavvur qilolmasligimiz mumkin. Tutib turdi degan. Demak, hozir meningki mushu barliqim, turayotganim har qanday bir cheklikning, demak, uni bo'shliq tutib turyapti. Ya'ni u bo'shliqda. Shunda bo'lgan vaqtida, bo'lganda mushu hamma narsalarni bo'shliq o'rab turdi ekan. Undami? Har bir cheklik, chunki u nima uchun cheklik bo'ldi degan vaqtida uni bo'shliq o'rab turdi degan gap. Bo'lmasa ikimizning oraliqida mushu bo'shliq bo'lmaganmiz, ikkimiz bir bo'lib ketdi, qalqi. Tutishib ketdi. Yoki mening bilan ma o'rindiqning orasida bo'shliq bo'lmasa, bu ikkisi tutishib ketgan bo'ladi. Demak, mushu bo'shliq har bir cheklik qilgani mush bo'shliq ekan undaq bo'lsa. Shundaq tushunsak bo'lamdi, masalan. Shunday tushunsak bo'ladi. Hamda mushu bo'shliq bizni ham ayirib turibdi, lekin her birimizni shunday o'rab turibdi. Ve shundaqla mundaq bo'shliq qarsak, hammamiz mushu bo'shliqning ichida ekanmiz. Undaq bo'lsa, sening biraz burun u hamma yerda degan gapingni biraz anqirayapman men, yoki tasavvur qila olyapman, anqirayapman emas, tasavvur qila olyapman. Demak, demisimi, hamma yerda bo'shliq bor. Hamma yerda bo'shliq bor. Mushu atrofim hamma yer bo'shliq. Ve shu biz cheklik deb qaragan şeyler shu bo'shliqda. Endi mushu bo'shliqni sen cheksiz deyapsan. Undaq bo'lganda men ve ko'rarmanlar bilan hozir sening nimani cheksiz deyotganligingga yiqilishyapmiz. Ya'ni bo'shliq ekan cheksiz degan men emaskanman, u emaskan, har qanday şey emaskan, shu bo'shliq ekan. Lekin bundan biraz burun sen u mendimi ba, sendimi ba, unundimi ba deb sanab kelgan vaqtida cheksizning mushu sirtimizdagi bo'shliq emas, hammamizda borligini deyotsa, demak, bu so'zingdan bo'shliq menda bo'lamdi? Bo'shliq masalan har qanday bir şeyda moddada bo'lamdi? Ya'ni qattiq bir moddani tasavvur qilaylik, deylik almas deylik mesela. Almasning ichida bo'shliq bormi? Yoki ama mening ichimdagi bo'shliq bu nima? Qandaq tasavvur qilishim kerak? Endi men bu yerda ilmiy jihatdan va she'riy jihatdan sizniki ikki nima deymiz? Kasbim bilan yoki ikki tilim bilan. Tiling bilan yoki shu ikki kuzatishlarning bilan. Men shu tabiiy bandan boshlamoqchi edim gapni. Bu yerda agar bo'shliq
u mendimi bor, sendimi bor, atrofimizdan bor desam, o chog'da men logika ishlataman. Logika ilm fanning tili. Bu bo'shliq degan o'ziniki atilishida u kesilib ketgan narsa emas. Ya'ni teshimdili bor. O yana bo'shliq teshimda. Ammo ichimda yo'q desak, u chog'da u bo'shliq bo'lmaydi. U chog'da u bo'shliq emas, uni boshqa bir ad qo'yishimiz kerak bo'ldi. Uni u adni men qo'ymay turay, chunki men unda adni qo'ymayman. Bo'shliq bo'lishi uchun, uning hamma yerda bor bo'lishi uchun logika. Men 5 yoshlik bolaninki tilidan so'zlayman. Bu degani men Uyg'urlarda 5 yoshlik bola aql olmaydi, meni zanglik qilyapsan degan gapni ashtaq tushunib berib qoldi. Ammo mening nazarimda 5 yoshlik bolaninki sopligi, ya'ni uninki bundoq chiqib aytganda tushunish qobiliyati 50 yoshlik odamning tushunish qobiliyatidan hassa yuqori. 50 yoshlik odam tushunmaganini, tuyolmaganini, tasavvur qilolmaganini, hatto bilolmaganini, biz ham ilm fan tili bo'yicha aytgan chog'da bilolmaganini, tushunolmaganini 5 yoshlik bola tushuna oladi. Men seni 5 yoshlik bola deb tasavvur qilib, o'zimni bir 5 yoshlik bola deb tasavvur qilib, ikkimiz bir chuchuk tilimizda bizning maktabga kirib, maktab beshimiz kallamiz quyib qo'ygan tilda emas, ota-onamiz quyib qo'ygan mayli dinning tili bo'lsin yoki bo'lmasa anglab olgan narsalar bo'lsin, ularning tilida emas, 5 yoshlik bolaning tilida ikkimiz qisqachalar bir paranglashib boqaylik. Men sana daryoni ko'rsatib, qaramani suv deb bada yapolmas, suvken desam, u chog'da sen mendan so'raysan, bu suvken buning ichida nimalar bor? Masalan, beliq bor suvning ichida. Shundan sen 5 yoshli bo'lib o'sibdan bilan, ha, beliqmi mush suvning ichida ekan deysan. Andan agar uni bu suvning ichida beliq bor demasam, suvning ichida beliq yo'q bo'ladi. Ya'ni beliq boshqa yerda bor bo'ldi. Lekin men beliqni suvning ichida desam, sen ash daryoning ichida deysan. Shundan daryoga qarab, endi men seni dengiz deb bir yer bor, shu yerga boray deyman. O'sha berib ko'rdik. Shundan sening birinchi deydigan gaping, voy bu biz daryo degan narsadimi? Ilqimdaq Uyg'urcha cho'nkan deymiz. Cho'nkan deganda shuni ko'ramiz. Buning ichida nima? Buning ichida bu nima deysiz? Bu suv. Bu suv ekan. Buning ichidan beliq bormi? Buning ichidan beliq bor. Demak, u daryomi suv, dengizmi suv? Endi men sendan so'rayman. Senchi shu daryo bilan daryo degan narsa, dengiz degan narsadagi suv o'xshash suvmi desam, sen dengiz suvining tuzliqligi, daryo suvining tatliqligi deganlarni bilmagan vaqtingda, bu suv ekan bu deysan. Endi iriqtik suvni ko'rsataman sana, kichik suvni. Iriqtik suv bu suv ekan, buning ichidan beliq bor ekan. Biz faqat suv bilan beliqning gapini qilyapmizda. Men sendan mal suvmidi deb ikkimiz u yerda o'ynaymiz. Sen bu suv ekan de. Shunga uyga kirib bir istikonga suv ichimiz hisob ketib. U suv ekan. Shuning bilan 5 yoshlik bola suv degan istikondami suv, iriqdimi suv ekan, daryodami suv ekan, dengizdami suv ekan, lekin istikondagi suvda beliq yo'q ekan. Shunga ba'zi yerdagi suvlarda beliq bo'ldi ekan, ba'zi yerdagi suvda beliq bo'lmaydi ekan. Lekin hammasi suv ekan. Shu suv degan suv bo'ldi ekan deb shundoq o'ylaydim. Shuna o'ylamamdi. Albatta. Men shunday sen Açtaq 5 yaşlıq sen 5 yaşlıq deb atagan Uyg'ur balalarınınki birisi mi qanmaydı bu oydan? Hemmisi aşna o'ylaydi deb o'ylaydi. Hammamiz kichik bolalar hammamiz ashtaq o'ylaymiz. Suv degan suv deb. Endi kelib sen
Ahmetcan, Fatima dep, Yer Şari, Quyosh dep mundaq ayırgan vaqtida aşı bala kelip seni meni ikkimizni ham biz 15 yoshliklar deb qarasak, 5 yoshlik Fatima bilan 5 yoshlik Ahmetcan kelip, apsi onunğa apang sana Fatimani ko'rsatib, "Ma bir adamjima" deydi. Ha sening do'sting ma bir adamjima deydi. Şoňa sen adam degan qanday narsadir? Şu adam dedi apam, mani o'rindiq dedi, mani adam degan gap qiladi ekan, manga o'xshash gap qiladi ekan, tamoq yeydi ekan, ko'zi bor ekan, beshi bor ekan deb. Şoňa 15 yoshlikning yeniga borsak, biz uni yana adamkan deymiz. 50 yoshlikning yeniga borsak, bumi adamkan deymiz, chunki gap qilyotidi. So'zlar yeydi, ichiyotidi. Beshi bor, ko'zi bor. Şuning 5 yoshlik bolaning nazarida u adam. Su Beliqqa o'xshashda hamda. beliqqa o'xshash. Su adam. Shuning bilan bu andikim yana agar bu 5 yoshlik bola bakroq shu narsalarga qiziqadigan, masalan mening 5 yoshlik jiyan qizim hozir so'rg'uldi. Nimishqa eshik ichiladi? Nimishqa suvni qo'yib qo'ysak qiziqdi, hozir sovib qoldi degandek mundaq savollarni so'raydi. Yana so'rasam, shuning bilan biz ilqi beliqqa suv ichdi ekan. Beliqni biz suv ichidi deb deylik, suvning ichida bo'lsa, ilqi suvning ichida bo'lgandan keyin suv ichidi u. Shu beliqning unda suv ichgandan keyin u suv beliqning ichidami bo'ldi. Şoňla sen apangdan so'raysa, yoki ikkimiz paranglashimiz, beliq degan suvning ichida bo'ldi ekan. Masalan, mening jiyan qizim 5 yoshli mendan shunday savol so'ragan. Beliq o'sha kechda uxlasa, beliq undaq beliqning o'yiga suv kirib ketmamdi debdi. Chunki biz uxlasak karvatda yotganda uxlaymiz. Şoňla jiyan qizim tushunmay, beliq agar suvning ichida uxlasa, beliqning o'yiga suv kirib ketmamdi deb so'ragan. Lekin agar shunday so'rasa, u degan beliq degan suvning ichida, suv beliqning ichida. Şoňa beliq suvning bir beliq bir tarafdan suv. Albatta, agar shunda desak, shu beliq emas suv beliqning ichida o'rab turgan, ichidimi bor, teshidimi bor, demak, sen biroz burun degandek kesilib ketmaganda, uzilib qolmagan. Kesilib ketmagan. Agar u kesilib ketgan bo'lsa, u beliq suvda yerda bo'lib qolgan bo'lsa, u yerda suv bo'lmagandan keyin u yerda beliq bo'lmaydi, o'lib qoladi beliq. Agar beliq suvning ichida bo'lgandan keyin uning ichida bor suv, teshidimi bor. Shuning bilan andiki odamga qaraysa, opa beliqqa suvning ichida turib suv ichdi ekan. Suv uning ichidan balki teshidan balki. Unda bo'lsa, mening teshimda nima bor? Mening teshimdikisi nima? Ichimdikisi nima desam, deb so'rsam, opangdan balkim "Bolam bu havo. Bu teshingdagi havo xuddi beliqning suv o'xshash. Shu havoni sen bunda qilsang, shu havo sening ichingdami bor, havo sening teshingdami bor, bolam shu beliq bilan suv o'xshash desa, shundan Olmagan bo'lsa sen nafas ololmay o'lib qolading degandek. Shundami? shu beliq suv olmasa sen bo'lmasa o'lib qolgandek, yerga qo'yib qo'ysang uni o'lib qolgandek desa, shundan sen yana aqlliq bo'lib olgan ekan. Demak, beliq suvda bo'lg'achqa suv uning ichida ekan, ham teshida ekan. Men suvda emas, boshliq men havo opam buni atrofimdagi bizni havo deydi. O'sha havoda bo'lg'achqa, shu havo mening ichimda ekan, ham teshimda ekan. Shu men xuddi suvdagi beliqqa o'xshash, men havodagi Ahmetjon ekanman deb o'ylaysan. Shuning bilan abay 15 yoshlik, 50 yoshlik o'xshash deganda sen mushtaq o'g'inasan narsalarni yeydigan, so'zlaydigan kallasi bor degan odam deb qarasang, sen nazarda u cho'ng odam, kichik 15 yoshlik emas, odam. Andiki sen nazarda opang seni bolam Sen adam bo'lsa, adam bo'l bolam, cho'ng bo'lganda menda adam bo'l, adam deb seni adam deb chaqiradi demak, sen adam. Shuning bilan sen o'ylaysan bu havoni men adam kelman, u men havo bo'lmasa ichimda men ilqim.
adam bo'lmaydi ekanman. Undan so'ng adammi adamkan. Shuning bilan buning tishdim, mishadim, uningdim havo bor ekan. Adammi adamkan, uningdim havo bor ekan deb o'ylaysan. Qarsang u yana agar yana texim qiziqqaq bola bo'lsang, sen men bilan kelib yana paranlasang, qara opam menga mundaq dedi. Unda biz ikkimiz bir uyning ichiga kiraylik. Bir uyda o'tirib paranlashyapmiz, gaplashyapmiz. Shundan men sendan so'rashim mumkin. Havo degan mush uyning ichida, mush uyda hozir havo bor ekan deb ikkimiz sayron qilamiz. Uyning ichida havo bor ekan deb. Shuning bilan uyning teshiga chiqsaqmi, yana qiziqib yana so'raymiz. Uyning teshida havo bor ekan. Uni tam hatta balki men so'rashimiz mumkin. Bu tam to'sib havo tamdan qanday o'tadigan. Mushundaq sabiy, mushundaq chuchuk savollar bizniki ashu aql kirmagan, ya'ni aql bizni bulg'atmagan chog'dagi asli savollarimiz ashu. Asli tabiiy savollarimiz ashu. Tabiiy fanning savollari ashu. Endi bu yerda cheklik degan vaqtida biz tabiiy fandan sun'iy fanga, tabiiy bilan sun'iy degan birsiyligi insonning aqli ijod qilib olganini men sun'iy fan deyapman endi. Sun'iy aql deganga o'xshatib o'xshashlikmi bor, o'xshamaslikmi bor. Lekin tabiiy ashu 5 yoshlik bolaninki ma'nosi ma'nodan ayrilib turdi, anasi anadan ayrilib turdi. Chek bular birsiga qat'iy o'xshamaydi. Suv degan suv, havo degan havo deb mundaq cheklarni uningga bo'lib o'gtib aql kirgizishdan burun mushtaq chuchuk savollarni, mushtaq tabiiy savollarni biz hammamiz agar bizga shu mundaq kirgan bo'lsak, shu temaga agar shu tema to'g'riliq so'zlashib qolgan bo'lsak, shuni biz gaplashib qolgan bo'lsak kichik vaqtimizda shundaq savollarni so'raydik. Buni men o'zimning undaq savollarni so'raganimni unutib qoldim, chunki odamning 4-5 yoshlikdagi nemisi esida qolmaydi. Lekin men o'zimning jiyan qizlarimga qarab, ular bilan bir narsani so'zlashgan vaqtimizda shundan ularninki sakrab deyli. Mundaq cheksizga olib borishininki bizning cheksizni tasavvur qilishimizdan qancha osonligini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Masalan, cheksiz deganda masalan jiyan qizim so'rdi. 5 yosh vaqtlari yana. Sanashni o'rganayotgan vaqtlari, o'rganib xil bir yerga borgan vaqtlari. Birdan keyindan 10 keldi, 10dan keyindan 100 keldi, 100dan keyindan 1000 keldi deb so'raverdi. 1000dan keyindan nima keldi, 10 ming keldi, 10 mingdan keyindan 100 ming keldi desam, mush nechni sanab bo'lgandan keyin men dedi. Sanlar cheksizmi dedi. Men hayron qoldim. Shundan sanlar cheksiz buni qanday biladi desam, chunki orqadan kelaverdi ekan. Kelavergan. Tugamaydi ekan. Shuning bilan cheksizmi degan savolni so'rdi. Turkcha sansizdan degan sansizdan. Shu kichik bola shu chek deganni bilgan bola, ya'ni 10 ming degan chekkan, 100 degan chekkan, 1000 degan chekkan deganni bilgan bola, bu ketaversa chek tugaydi ekan, chek yo'qolib ketadi ekan deb chekka sizni qo'shib cheksiz degan so'zni o'zi yasadi. Sonsuz demda Türkçe. Sonsiz deydigan, ashtaq deydigan. Shu an 5 yoshlik boladan chiqqan vaqtimizda biz mana cheksizni mushundaq tasavvur qila olamiz. Yoki havoni, yoki atrofimizni o'rab turgan bo'shliqni, xuddi beliqni atrofini suv o'rab turgandek. U bir beliq uchun u beliqninki iriqda yashayotganmi, yoki dengizda yashayotganmi, yoki daryoda yashayotganmi, uning atrof buningki. U atrofi suv. Shu suv uning teshidami bor, u suv uning ichidami bo'lishi kerak. Shunga o'xshash bizning atrofimiz havo deylik. Biz nafas oladigan zag'it tilda so'zlayapman, men oksigen yoki karbon dioksid deganlarni bilmagan vaqtimizni so'zlayapman. Bizning teshimizdagi havo bo'lsa, ichimizdagi havo. Agar ichimizda teshimizda bir narsa yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da biz opimizning gapi bo'yicha bolam sen o'lib qolding. Agar teshimizdagi ichimizda bo'lmasa, biz o'lib qolamiz. Shundan bu teshimizdagi qarsak, biz ikkimiz o'yning ichiga kirsakmi bor ekan bu narsa, chunki biz o'lib qolmadik. Bizning xiyolimiz shunda-da endi. Shunaqa
o'lab qolsa da opamiz dedi, teshingda ishingda bo'lmasa sen o'lsa degandan biz o'yinga chekirsek o'lmadik. Chunki biz o'lgan odamlarni ko'rib boqqan. Cho'ng dadamiz, cho'ng opalarimiz o'lib ketgan bo'lsa, ular jim yotdi, gap qilmaydi, yemaydi, ichmaydi, yana bir yerga solab qo'ydi ularni. Demek Yana bu aslo. şu sözünden xuddi men kallamga bir nima keldi hozir. Demek xuddi u jinimizdek, ya. U bo'lmasa biz o'lib qoladigan. Yani O albatta jinimiz bo'ladi. Chunki Uyg'urlarninki zag'ir tili bo'yicha aytgan vaqtida jining tiningda bor. Agar u jining bo'lmasa, jon chiqadi. Uyg'urlarning gapini deyapman mana, mening she'riyat tili emas. U jining chiqib ketsa, sen o'lasan. Andikin degan Uyg'urlarda o'lishni yoki jon chiqishni bir tiniqdan qoldi deymiz. Bir tiniq degan nima u? Shu havo. bu nefeste. Bir nafas to'xtadi, bir tiniqdan qoldi degandek, Ahirgi nefsini tiniqini tindi degandek. oxirgi tiniqini tindi. Endi buningdan aytgan vaqtida u teshingdagi jon, ishingdagi jon. Hmm. Teshingdagi jon bilan ishingdagi jon uzilib qolsa, ya'ni sening ishing degan bu narsa teshingdan uzilib qolsa, Hmm. o'lsa. Devatqanında bu demek hatta biz muşu nefesleniyotgan çağımızda teşimiz bilen münasebet kılımız degan gapda. Çünkü biz bu havani teşimizden alımız içimizge. Şunda içimizde buludum da. Demek meninki muş çeksiz bilen boğan münasebetim muş işleşimden buludu ekende. Demek muş çeksiz meni orap durdu. Şundaklı çeksiz menin içimde. Demek men çeksiz bilen muşundaq şekilde münasebetli. Albatta, sening bu Bilen Senin bu- münasebet o'xshab ketadi. sening bu chegarang, bedaningning chegarasi, ilqi cheklik, ama bu cheklikda sınırsız deydi ekan turkcha. Nimani? Cheksizlikni. Bu chegarang seninki, bu teshingdagi ilqi jon bilan, teshingdagi cheksiz bilan, ishingdagi cheksizni mushu chegarang ilqi. Daq bir fasil, xuddi ilqi g'ava tomdan tom degandek, ashtaq bir tom gevdlangan holatda tasavvur qilsang bo'ladi. Lekin unda deganlik bu chegarang u cheksizdan ayrilib, ayrim bir yerda uning bilan hech qanday munosabati yo'q. Undaq narsa demaymiz. Bu faqat bizningki shu gavdlangan chegaramiz xolos. Ama bu chegara bo'shliq yoki havo yoki jon yoki cheksizlik bizdan o'tib, hamma narsadan u cheksizlik xuddi havo tomdan o'tadiganidek Tutmamadı şimdi. hammamizdan o'tib mangdi, hammamizni qoplab hammamizni qoplab Ha. to'ldirib yoki to'ldirib turdi. Ana degan shu to'liqlik bu senda cheklanib qolgan to'liqlik emas. U mundaq hammamizda bor. Hammamizda bo'lish bir-birimizni tutashtirib turadigan ashundaq narsa. Bu yerda havo desam yana ishqni itib qo'ysa, vakuum yana havosiz yerlarmi bor deb yana mundaq yerlarga o'tib ketishimiz mumkin. Ammo havosiz yerlardami yana bo'shliq bor. Shu bo'shliq bo'lmasa, u havosiz uyingizmi yo'q bo'ladi. Shu bo'shliq tutib turmasa, havosiz uyingizni umi yo'q bo'ladi endi. Men mushundaq tilda tushuntirish kerak bo'lib qoldi. Endi Gayet yaxshi. Çünkü muşu tushuntirishing seninki shoirligingdan bo'lyapti da. Şuna çünkü cheksiz degan bu tushuncha menimcha insoniyat Aristotel nimadan Aflatunlardan burun Gretsiyaninki ulardan burun falasuflardan boshlangan bir tadqiqot endi. Bir o'ylanish cheksizlikka qadar. Hozirgacha o'ylanayotgan ve davamlı oynayotgan, lekin hozirgi vaqtning o'zidami bizning Uyg'urlarda masalan cheksizlik tushunchasi yani mundaq aytgan vaqtida cheksizlikni o'ylamaydi Uyg'urlar.
Şuna men hazır sen bilen bu söhbetni kılıvatımen. Çünkü mana bunu oylamasak demek biz bizni orap doğan, biz onun içinde boğan, hemmimizni bir-birimiz bilen tutaştırıp doğan, biz onu ayırıp doğan dep düşünüp almamız mesela. Boşluk bizni ayırıydı dep. Emniyette hazır sizin gepingizde bu bizim tutaştırıp durduğan gep. Tutaştırıp durdu. Demek hemmimizin tutaştırıp durduğan, hemmimizin bir dünyası olgan, yani bir makanı olgan. Muşundaq bir näsken çeksiz degen. Demek bu tak bir mühim işte bulup bizning Uyg'urlarga kelgan vaqtida muştaq chechilib, birliksiz, nim deymiz, talash tortishlar bilan yurgan muşundaq bir xalq uchun bu tushuncha yoki bu uqum, cheksizlik uqumi yoki tushunchasi yoki tasavvuri menimcha pek mühim deb o'ylayman. Şundaq. Sen mühim geptin bir neçe qadın hazır. Birlik dedin. Çeçilişning qarım qarşı, yani Uyg'urlarni chechilib жүрді dedin. Haqiqatan biz nurg'un chechilib keteglik. Masalan, makandan chachimiz özümüzni. Sen Ürümchilik, men Qashqarlik deb chechiqliq. Ürümchi bilan Qashqarning yer shartidan iborat. Agar sal kengaytsak, Sharq Turkiston degan mushu zaminda, shu zaminda tutishib turayotganligini unutib qilib, Ürümchi bilan Qashqarni ayirib o'timiz. Ana degan albatta bizning vatanni sig'inimiz, lekin Sharq Turkistondan boshqa bu dunyoda boshqa yer yo'qdek nurg'un vaqtlarda o'zimizni işte yersiz his qilamiz, lekin Sharq Turkiston bilan sen turayotgan Kanada, men turayotgan Avstraliya, ular bir tutash. Ya'ni vatansizlik deb albatta bizning vatandan, Sharq Turkistondan ayrilgan gavdimizni biz vatansizlik deb atab turaylik endi. Lekin o vataningni o'ylasang, u sening ichingda. U senda, sen o'zing vatan. Sen shu vatan sen o'zing bilan hamma yerda. Mushtaq deb tursak, Uyg'urlarningki hech bo'lmasa makonni ayirgandagi bu chechilishini bir yerga keltirib bo'ldi. Yani hammamiz bir yerda. Bu sen şeylep ötken yoki sen tasvirlab o'tgan tasvirlab deyapman chunki biz sonlarning cheksizligini qo'yib turib biz makon nimaga keldik emasmi? Shunga mush cheksizlikda sen uni havo yoki bo'shliq dedim. Havo emas, bo'shliq. Chunki havo shu bo'shliqda endi. Masalan, shamolmi bo'shliqda bo'lgandek degandek. Şuna bu boşluk biz burun hazırlık kelgiçe hatta bizge vaqtimda yana iş bu Uyg'urlarni atayman. Amaliyotda bu Uyg'urlar emas, bütün dünyadagi xalqlar shunda qaraydi. Mushu boşluk asli bizni bir qilgan ekan, lekin biz uni bizni ayrim qildi deb o'ylaydiganmizda. Ya'ni shundaq biz uni asli bizning birligimizni bizning asli azalda bir idiq tuman ming'jil qadamda deydigan bir she'rim esimga kelyapti. Ashundaq asli shundaq bir birligimizni bu bo'lib kesib asli kesilmaydigan narsani kesib olsang biz buni nima deymiz Uyg'urchada? Üzük deymiz, üzük. Üzük deymiz, lekin ayrim to'g'ri. Savolimni bundoq so'ray. Bu kesik emas, aslida bir narsani sen kelib menga bu degan üzük narsa desang, men sen nima deyman? Qolasang dadva deyman, shunaqmi? Albatta, %100. Va shu aslidagi u bir narsani, aslidagi tutash narsani o'zini aqlliq deb atib olgan odamlar uni üzük deydi. Masalan, uyning ichidagi bo'shliqni mening uyamdagi ichidagi bo'shliqni sening uyaning ichidagi bo'shliq
o'zi shu deb o'ylayolmayman, shundaymi? O'ylayolmayman. Xuddi u Əməliyyatda onun ayni şu. mening bu uyamning bo'shliqdek shuningga o'xshash masalan davlatlarni qopab bizning davlatimizning osmoni yoki vatanimizning zaminining osmoni deganda xuddi u osmon emasdek, bir osmon emasdek. Demak, bu yerdagi masala eng asosli men tutib turayotgan sizning so'zlaringizdan tutib turgan masala demak bizni ayirib turdi degan narsa bizni birlashtirib turadigan narsa ekan. Demak, u bir. Yani şu boşluk bir boşluk. U mayli u eng qattiq olmasning ichida bo'lsin yoki eng yumshoq, eng shalom, masalan qum dövisi deyli, qumlarning orasida bog'i boshliq endi. Masalan, qumlar deyli. Demak, u hamma yerda bakan ayni shu o'zi ekan. U uzuk sen degandek hozir nima deymiz? Nima emasken, üzük emasken, ya komisa ayırım emasken. Aynı özü şuken, şu birisiken. Demek çeksiz, şunda olganda o bir buludu degan gapda. Cheksiz bir buludu, şundaq. Bu yerda men sakrab tushib ketay. Cheksiz bir buludu degan gapim bu ras gap. Bu mesela sen bir geofizik ve bir tabiiy fan xodimi sifatida tadqiqotchi sifatida masalan cheksiz bir bo'ladi degan mushu so'z ilmiy so'zmi masalan nima deymiz? Xuddi chambar yumuloq bo'ladi yoki bo'lmasa chambarning nima deymiz? Merkezini hosil qilgan nuqtadan o'xshash yiroqlikdagi nuqtalarning birligi, yani mushu chambar degan mushu hukm yoki mushu aniqlama bu ilmiy chambarning ilmiy hukmi, shunday bu chambarning ilmiy aniqlamasi. Shuningga o'xshash masalan cheksiz bir bo'ladi degan men sizning so'zlaringizdan hozir qarasam, demak cheksiz bir bo'ladi degan gap bu bir ilmiy hukmken, yani ilmiy hukmken. Yoki ilmiy haqiqat demoqchiman. Men ilmiy haqiqat tarafdan endi men qandaq bu ilmiy haqiqatninki rostligini senga tasdiqlay oldim degan vaqtida endi biz logikani ishlataylik. Bak oson logika ishlatgan chog'da mundaq chiqib ketgan chog'da kallanni bak ishlatib ketmaydigan bak eng oson aqlli logikani ishlataylik. Cheksiz degan vaqtida cheki yo'q degan gap. Cheki yo'q degandan keyin uningda cheki bor narsaning hammasi shuning ichida bo'ladi. Ya'ni masalan matematikaning tilini tanishtiray. Manfiy cheksizlikdan musbat cheksizlikcha bo'lgan barliq sonlar deganni biz o'rta maktabda o'rgangan. Hatto buning oliy maktabninki nimasi ketmaydi. Yuqori ma'lumotmi ketmaydi. Son degan vaqtda sonlarni cheksiz deymiz. U sonlarni bu manfiy cheksizlikdan musbat cheksizlikcha. Manfiy musbat degan vaqtda chunki biz bu o'q bo'yicha sonlarning o'qi bo'yicha biz shundoq o'zimizga shu belgilamani bekitgan. Chunki ba'zan narsalarni manfiy deb tasvirlashga to'g'ri keldi, ba'zan narsalarni musbat deb tasvirlashga to'g'ri keldi. Masalan, 15 gradus desang 15 gradus o'qning o'ng tarafida bo'lsa, 14 gradus degan 15 gradusdan 1 gradus to'van o'qning sol tarafiga mengishga to'g'ri keldi. Agar shundoq tasavvur qilib tursak, ya'ni yuqori to'van degan mushu tasavvur o'ydan yoki nima? Yuqori to'van degan mushu aqldan, ya'ni aql shundoq idrok qilishga to'g'ri keldi. 15 gradus bilan 14 gradusning farqini bildirish uchun mush aqldan chiqsang, manfiy cheksizlikda musbat cheksizlik shundoq bir sonliq o'qdan kelib chiqqan. Bu yerdami butun sonlarni o'z ichiga olgan bo'ldi. Ammo oddiy logika qaytib kelay. Butun sonlarni o'z ichiga olgan cheksiz bir to'plam deymiz. Cheksiz to'plam agar bu yerda teshida boshqa bir son bo'lib qolsa, bu cheksiz to'plam bo'lmaydi. Bu chekli to'plam bo'ldi.
Şuna şu baliki sanның hammasi aşının içinde buluş gerek degan gap. Bütün şunun aşıda buluş gerek. Eğer onu cheksiz toplamlıqını bildirmekçi bolsaң, matematikaның tilida tırnaq içip mındaq minus cheksizlikning belgisi, pesh plus cheksizlikning belgisi tırnaqning ichida bo'ladi. Bu matematikaning tilida, matematikani tushunsaң, bu bütün barliq sonlarni o'z ichiga oladigan cheksiz to'plamkan. Toplam siqimini o'tirmay gap degangan. Amaliyotda matematikaning tilida sonlar degan gap shay'lar degan gap endi. Shundaqmi? Shay'lar degan uni sonlarni shu biz sanash uchun, ya'ni biz atrofimiz tabiatni idrok qilish uchun biz sonlarni ijod qilgan. 10 qo'y, 8 qo'y yoki 100 qo'y, 2000 qo'y degandek shu narsalarni bilish uchun yoki yulduzlar yoki odamlar degan tabiiy, bizmi tabiatning bir qismi-ku, bizmi tabiiy bo'linmalar. Evet. Endi matematikaning tilida tırnaq ichiga ilingan buni bütün agar buni shu sonlarning cheksizligi desak, mushu to'plam bütün sonni o'z ichiga oldi. Şuna o bir. Shundaqmi? Şunga u cheksiz to'plam faqat 1. Agar u uni o'z ichiga olmaydigan bo'lsa, uning ifodalash usuli boshqacha bo'ldi. Ya'ni manfiy cheksizlikdan 1gacha degan vaqtida uni tırnaq ichiga olmaymiz, bunda qattiq tırnaq ichiga olamiz. 1 deganni, shu 1da cheklangan deganni bildirish uchun, buning chekini bildirish uchun uni o'xshamagan tilda ifodalaymiz. Agar shu cheksiz to'plam degan shu tilda ifodalamoqchi bo'lsak, u chog'da biz shuningga taslim bo'lishimiz kerak. O'sha cheksiz to'plamning ichida biz tasavvur qilgan, qilamagan, biz ko'rib boqmagan, kompyuter hisoblab chiqara oladigan, hisoblab chiqarolmagan texi. Biz sanay oladigan, sanay olmaydigan bütün son degan narsaning hammasi mushuning ichida deb matematika nihoyat chiroyli bizga formulani oldimizga tashlab bergan. Hamda logikadan qarasak, bir degan 1. U agar sen uni bir narsani 1 deydigan bo'lsang, u chog'da ya'ni sen uni cheksiz deyli, yana 1 emas, uni cheksiz deydigan bo'lsang, logikadan qarasang, cheki yo'q degan gap. Cheki yo'q degan gap uning teshida boshqa bir narsa yo'q degan gap. Teshi deganimda yolg'izlar, birlar degan ma'noni bildirdi. Nima deymiz? Boshqasi yo'q, birlar, yolg'izlar. Yakki yagona degandek. Yakki yagona degan. Masalan, sen 1, men 1. Sen bilan ikkimiz 2. Kim birning ichida. Shundaqmi? Shunda bo'ldi. To'xtabdi, birning ichida deganni o'ylamay turaylik. Sen bilan biz seni 1 deb sanayman, meni 1 deb sanayman. Ikkimiz 2. Shunga ikkimiz cheklik. Agar men cheksiz desam, u chog'da bu bir cheksizlik deb qo'yib, yana boshqa bir yerda xiyolimning boshqa bir yerda bu ikkinchi cheksizlik, bu uchinchi cheksizlik, bu to'rtinchi cheksizlik desam, u chog'da men xam xiyol qilayotgan bo'laman. İlmiy bo'lmaydi demoqchisan-da. Bu ilmiy bo'lmaydi. Chunki bu yerda agar mushun cheksizlik deyotgan bo'lsam, men sanayotgan boshqa bir nimalarning hammasi ekilib, mushuni ichiga to'kib o'tishim kerak. Bo'lmasa, men cheksizlik deyotgan bu narsa cheksizlik emas, bir cheklik bo'ladi. Va mushundan sakrabdan bir men biz Uyg'ur musulmonlarniki bir qisqarliq, kupurliq deb biray. Biz Alloh bir deymiz, shundaq-ku. Allah bir desek, o çağda bəzənlər soraydı, Xristiyanlarning Allah'sı mı, Allah ekan o, Buddalarning oğlum özünün Allah deydi ki, Hindistan'da ya nurgun, yoki başqa yerlerde nurgun dillar var, maymunni mi Allah deydi, pilni mi Allah deydi. Ularning efsanlarda kırmın Allah'lar. Kırmın nimeniki, Xitaylarniki, Erishning nimasi var, Tanrısı var. Unda olsa hemmimiz Allah deydi ekan, oshlarning qaysi zodi. Aşlarının qaysi zadi Allah deydi. Kördüңmü ma gapni? Bizga Qur'onda Muhammed payg'ambarimiz, söyümlük Muhammed payg'ambarimiz bizga Allah faqat bir desa, bizning dötkallimiz, amsi Allah deydi ekan, mama Allah deydi ekan, aşlarning ichidagisi qaysi haqiqiy Allah degandikan, shu bilan kallis ilishib qolgan odamda shu Muhammed payg'ambar, shu Qur'onda degan Allah, shu ras Allah.
Qağalarning hammasi yolg'on Allah deydi. Bu qanday Qağanlar gap? ya vaqtida demek aşılamı hem de şu Allah degandek bir narsani jazmlashtirdi mesela. Ular albatta shuni jazmlashtiryapti-da, bo'lmasa uni musulmonlar cheksizning chekini bor. Cheksizning cheki yo'q, shunga cheksiz. Shunga uni Allah bir deganda Muhammad alayhissalom shu bir deganni shu cheksiz deyotidi. Shunga uni yakka, yagona deb tasvirlayotidi. Uning hech o'xshashi yo'q deb tasvirlayotidi. To'g'ri. Agar Chunki sen shuni o bir tursa, onundan boshqasi bo'lmasa, uni nimaga o'xshatalaymiz degan gapda. uning nimaga o'xshatalaysan? Sen uni ashlarning Allohsinimi, ular Alloh deb oladi, lekin ularning Allohlari yolg'on. Sen u yerda u gapni undan boshlamaysan. Ular agar uni Alloh deb olgan bo'lsa, masalan, Isa xristian dinda xristianlar, Isa emas, Isa alayhissalom emas, xristianlar uni Alloh uning dadasi deb olgan bo'lsa, uni xristianlar deb oldi. Agar Budda dinidagilar, Sakyamuni emas, yana Budda dinidagilar shu Sakyamunini Allohning bir dunyoga tushishi deb agar ashta qaragan bo'lsa, uni Budda dinidagilar deb oldi. Ammo Muhammad alayhissalom, men bir musulmon, men Muhammad alayhissalomning so'ziga ishonguchi. Muhammad alayhissalom menga Alloh faqat bir, Alloh yakka yagona, uning hech o'xshashi yo'q. Allah sana berdi. Allah senin ichingdagi ham teshingdagini bilib turdi. Qayoqqa qarsang Allohning yuzini ko'rsat degan vaqtida u chog'da men yana Shotgan cheksizini deb o'tibdi-da. mush deyotgan cheksizini deyotibdi deyman. Bu boshqalar atib olgan mayli maymun bo'lamdi, mayli kal bo'lamdi, mayli nima bo'lsin. Ashlarmi mush cheksizni mushtaq idrokqa o'xshaydi. Mush cheksizni mushuning o'xshatgan o'xshaydi. Demak, ularning da'vatqinimi amaliyotda Muhammad alayhissalom degan o'sha Alloh ekan. Ularningki cheklab qo'yishidan Boshqacha atabdi, yoki cheklab qo'yibdi. boshqacha atabdi yoki cheklab qo'yibdi. Lekin ularning hammasi amaliyotda agar Muhammad alayhissalomning gapiga men ishonsam, men ishonaman. Men Muhammad alayhissalomning gapiga ishonaman. Unda bo'lganda men Allohni boshqa Allohlar bilan yoki Alloh degan o'zimizning topshiruvchi degan gap boshqa ilohlar bilan bir yerga tang qo'yib kiriklarni man iloh deydigan bo'pti uni iloh desin, lekin mening ilohimdan rost iloh demayman. Mening ilohim birdan bir iloh. Mening ilohim shu cheksizlikning o'zi shu. Mening ilohim mushu yakkilik shu. Bo'lmaydi. Undan boshqa hamma shuning ichida bo'ldi, xuddi sallo, hamma sallo shu cheksiz to'plamning ichida bo'lgandek. bo'lganda. Shunga ular hammasi bir. Ularning ma iloh, a iloh deb aytsam, u chog'da men ko'p ilohni men e'tiqod qilgan bo'laman. Men kufr bo'lgan bo'laman. Men Allohga sherik keltirgan bo'laman. Men pagan bo'laman. Inglizcha pagan degan men bo'laman. U chog'da arablarning jahiliyat davridagi shu 360 butiga hammasi mush butlarning hammasi iloh deb ashlarga ishlarni Kabening cho'risida yalang'och aylanib yuradigan men bo'laman. Ammo Muhammad alayhissalom menga shu Allohningki so'zini yetkazdi. Mushu men birdan bir Alloh, men yakka yagona degandan u chog'da hech bo'lmasa men o'zimning ilmiy ko'z qarashimdan chiqib turibmi? Agar mushu Alloh, mushu Muhammad alayhissalom deyotgan Alloh, men birdan bir Alloh deb mushundaq deyotgan bo'lsa, undaq bo'lsa, mushu cheksizning o'zi shu ekan. Undaq bo'lsa, bu yerda bir xatarlik ham odam bir qo'rqinish ichiga kirib qoladigan, odamni bir xil qo'rqinish o'z ichiga oladigan bir hissiyotga kelamiz. U nima desam, agar cheksiz bir bo'lsa, hamma narsa xuddi matematikada hamma misollar nima deymiz, cheksiz to'plamning ichida bo'lgandek, hamma narsa u chog'da cheksizning ichida bo'lsa, undaqda menmi Allohning ichida bo'lib qolmam dema? Hammamiz Allohning ichida bo'lgan bo'lib, tog' daryo, dengiz, okean, quyosh, oy, quyosh sistemasi, nima deymiz, samon yo'li, quyoshlar, yulduzlar sistemasi, ham biz biladigan, bilmaydigan, ba deb o'ylaydigan va ba bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarning hammasi Allohning ichida bo'ldi-da.
Sen Allah'ın içinde bo'lmasang, sen Allah'ın teshida olsang, u chog'da Allah cheklanib qoldi. U chog'da biz deyotgan o cheksiz yolg'on bo'lib qolmamdi. U chog'da senmi Olmaydı şundaqmı? u chog'da bo'lmay, u chog'da yer shari o'zining Allohisiga aylanib qoldi. Masalan, quyosh sistemasi o'zining Allohisiga aylanib qoldi. Butun koinotning yulduz sistemasida. Masalan, Samanyol o'zininki Allohisiga aylanib qoladi. Samanyoldan boshqa bir o'xshamaydigan galaksiyalar, ular o'zininki bir Allohisiga aylanib qoldi. Shundan hammamiz shuning bilan men o'zimning Allohisi deb ko'p ilohlik davosini qilamiz. Chunki biz o'zimizni cheksidan ayirgan ekan, u chog'da hammamiz o'zimizning ayrim bo'lib qolamiz. Bu ammo bu yerda yana bir nuqta bor. Logik jihatdan tushundira oldimmi? Masalan, cheksiz bo'lsa, Ben bilmeyme körermenlerinin kandak inkaz kandak bulvatkallıgını mesela düşüncesi de. Lekin ben şunu vatıma. ya'ni cheksiz bo'lsa, uning teshida uni yana cheklaydigan boshqa birisi bo'lmaydi. Agar yana boshqa birisi bor bo'lib qoldi degan bo'lsak, u chog'da biz cheksiz deyotgan bu narsani chekka aylantirib qo'ymizda, teshidagi bilan yana qo'shib, yana shu biz chekka aylantirib qo'ygan, ya'ni teshidagi bir narsa chekka aylantirib qo'ygan chek bilan hozir biz cheksiz deyotgan yolg'on cheksizlik ikkisi yana qo'shilib, u yana cheksiz bo'lishi kerak. Ya'ni cheksizlik bo'ldi ekan, u cho'qim bir bo'ladi. Agar u bir bo'lmasa, u cheksiz olmaydi. Mushundaq gap shuni. Allah'ın bir demisek küfürlük kılan boğandak. Demek Allah Alloh qabulimiz. Biz Allohu akbar deganda Alloh hammadan cho'ng. Alloh cho'ngdimi cho'ng degan vaqtimizda shu biz cho'ng deb o'ylab qolgan narsadanmi cho'ng Alloh. Ya'ni Alloh da'vatida bizga sen o'ylagan har qanday chekdimmi men chek aşlı öz men uning o'z uchun kelib ketgan, ya'ni men cheksiz deb Alloh bizga kunda bizga azon to'lab men cheksiz berdi. Bir savol so'rab sen so'ramsan. Yok ben okup sen cevap vergin. Bu yerda Abduqodir Turban degan bir qarindishimiz debdi, Qur'ondagi iloh bilan Qur'on tilingan kitoblarda deyilayotgan u cheksizning sohibi nemishqa millatchilik chegarasiga cho'gilab yuradi. Misol, ular millatchi, birisi yahudicha, birisi yunoncha, birisi arabcha so'zlaydi. So'zlash degan aslida bu cheksiz hech qanday millatning chegarasiga o'tmaydi. U yunon tilida cheklanib qolmaydi. yoki yunon tili uni deb tugitib ololmaydi, yoki yahud tili uni deb tugitib ololmaydi, yoki arab tili uni deb tugitib ololmaydi, yoki uyg'ur tili uni deb tugitib ololmaydi. Buni yana Qur'onda Alloh o'zini tasvirlaganda butun dunyodagi dengizlar siyoh bo'lib, butun dunyodagi daraxtlar qalam bo'lgan chog'dami mening so'zlarimni yezib tugitib ololmaysizlar, ya'ni meni yezib tugitib ololmaysizlar degan. Shunga u uni millatchilik chegarasi ichida yana chekning ichida cho'g'iltib yuradigan insonninki aql degan bu insonning tabiatini bulg'aydigan narsani, ya'ni insonninki men İnsanın tabiatini bulgaydiganda külgüm kelgan yeri demek biz bu programının başında seni şu akıl bilen hissiyattan dep tutduq-ku bizning nemetlimizde, zag'ir tilimizde dep. Demek senin aşı aklın geofizika degan ma'ni bulg'moqda da. O geofizikadagi u deganning men dedim u degan tabiatim u meningki. Geofizikami tabiatim, she'riyatmi tabiatim, matematikami tabiatim, sonlarmi tabiatim. U degan mening tabiatim emas. U tabiatninki mendagi ifodasi, ya'ni men degan chekdagi ifodasi. Demek aşı boşluk bizni birleştirip turgan, bizni bir qilib turgan, bizni o'z ichiga olgan aşı boşluk yeni bir tarafdan sening hozir deganingdan kallamga keldi. Demek shuni tabiatmi deb ataydi ekanmiz da unda bo'lganda. Biz uni bizniki ajdodlarimiz uni tabiat degan qaysi til bilmayman, rost gapni qilsam. Arabcha tabiat degan. Ha, shunga u tabiat degan gapmi menga yuragimni titratmaydi, chunki u menga yot til. Masalan,
Odamlar yot tilda so'zlasa, men sizlarga nemishqa yot tilninki yurakka bormaydiganligini bir gap bilan ham tushuntirib beray. Men Uyg'urchada, men bir Uyg'ur ayol bo'lish sifatim bilan erlar og'zini buzib deydigan yoki ba'zan ayollar og'zini buzib deydigan gapni men og'zimdan Uyg'urchada hargiz chiqaramayman. Nemishqa? Chunki u gap yuragimga tegadi. Masalan, pustanchi anangni mundaq qilay degan gapni men og'zimdan chiqaramayman. Uyg'urcha gapni chiqaramayman. Lekin men inglizchada men og'zimni buza olaman. Fuck you deya olaman. Nemishqa? Chunki u mening yuragimning tili emas. Ashu hozir davadim chunki men tarjiman, masalan, tarjima qilgan vaqtimda agar biz og'izni buzsa, men shu gapni tarjima qilishimga to'g'ri keldi. Shu bu gap men uchun deb qo'rqib ketadigan yoki aylanib tushadigan gap emas. Ingliz desam, u gap men uchun qo'rqinchli gap emas. Chunki mening yuragimga emas, tilimning uchidan chiqdi bunday chiqib ketgan vaqtida. Shuningdek, tabiat degan buni masalan bu so'zni emas, atrofimiz deganda nima desak bo'ladi? Uyg'urchada biz kichik vaqtimizda nima deb o'tdi bizga? Cho'rimiz deydi. Cho'rimiz, atrofimiz degan gap u Yani çördep degan sözümüz var o. Çördep degandan butunlay o'rg'an degandek. cho'rimiz deymiz, cho'rimiz. Cho'rlarga qarab manslar yoki bo'lmasa oldi-keyinlarga qarab manslar deymiz. Masalan, cho'rlarga masalan bu bolaninki bu balni tabiiy deganda balkim ishlatmaymiz. Lekin bizning ajdodlarimiz uni masalan shamanizmda shamanlar atrofidagi hamma narsa bilan munosabat qilishni shu shamanlik deb atagan. Anki uni masalan Uyg'urcha biz ko'k deb atamdik uni. Kök. Biz uni ko'k deb atagan. Masalan ko'k tangri yoki biz osmonni ko'k deb atagan, lekin atrofimizni, ya'ni shu chat cho'rimizni shu ko'k deb atagan namdi. Shu tilning nuqtasidan chiqish qilib aytgan vaqtida men tabiat degan so'zdan o'zimizning yurkiga tegadigan ash gaplarni mayli sizlar kichik vaqtinglarda qanday gapni anglagan bo'lsanglar, shu gaplar bilan tasavvur qilsanglar, shu tasavvur texmi yurkinglarga tegdi. Biz nima deyishayotgan menga temini qaytarib bersang. Okey. Ben senden nimeden sordum? Tabiatni sordum. Demek tabiat degeni biraz burun sen sözleyatgan vaqtingda men bir yıqillikni ko'rdimchu, boşluk degan söz bilan tabiat degan söz. Chunki sening biz oldida o'tgan boşluk shu ko'z oldimizdagi hamma narsa degan gap. Shundaymi? Boşluk. Ko'z oldimizdagi hamma narsa. Hem tabiat degan so'zmi ko'z oldimizdagi hamma narsa. Lekin sen hozir eskartgan o narsani bak muhim. Masalan, bak muhim emas. Bizning tilimiz buni aytgan vaqtida, chunki biz Uyg'urcha so'zlagandan hammadan muhim. U bo'lsa biz nimaga qarasak ko'k shu. Nimaga qarasak ko'k. Nimaga qarasak ko'k. Shunda bo'lgan vaqtida sening bu yerda shu tabiat bilan, bo'shliq bilan, shu ko'k degan shu so'zlarni birlashtirib atganligini his qilyapman. To'g'ri. Endi Obay sen tabiiy nuqtasidan sen tushuntirib yana bo'shliqni, cheksizlikni deding. Masalan, olmosning ichidagi qismi bo'shliq, qattiq darajasi, mo'r qattiqlik darajasi eng yuqori. Olmosdek shunda qattiq narsaning hamda olmosni ko'rmaganlar bo'lishi mumkin. Tutib boqma. Shu uni olmay turayli. To'mirdek qattiq, po'latdek qattiq deydi masalan. Shu to'mir qattiq, to'mirning ichida bo'shliq bo'lamdi. İlmi şekilde. Sen olmaz tömürni dedin, tömür bilan qumni ham deb bir tasavvur qilayli. Qum degandan keyin chechilib ketadigan narsa hamdi. Anan degan tömür degandan qattiq narsa deb o'ylaymiz. Yoki qum demayli, to'pa deyli, to'pa. Chunki qumninki donchilari to'pining eng inchki donchilaridan cho'ng yana bunday qilib aytganchada yumshoqligi, to'pining yumshoqligi texmi yumshoq. Qum yirik Uyg'urcha qilib aytganda to'pa texmi yumshoq. Qattiq, yirik, yumshoq degan 3 darajaga bo'lib tursak, dastlabki. Shu qattiq to'mirning ichida ham fizikadan olamiz hamda, fizikani o'qiymiz. Makrofizika yoki Newton fiziksda
onunki dünyani tasvirlash bilan biz dunyo deydi ekanmiz rost atrof tabiatni yana dunyo deydi ekanmiz. Dunyo qarshi dunyo shu dunyo Newtonning ilqi fizikalik dunyoni tasvirlash formulalari bilan keyingi bu Heisenberg'ninki bu ilqi ya'ni makro dunyo bilan kichik dunyo ya'ni dunyoni mikroskopda qarasan, masalan mikroskopda qarasan, shuni mikroskop degan kichikini ko'rish, kichikiltib ko'rish degan. Shu yo'g'on cho'ng dunyoni kichikiltib ko'rsang, u yerda uni kvant physics kelib chiqadi. Makrofizika bilan kvant fizikasi kelib chiqadi. Agar to'mirni makro cho'ng dunyoda, makro degan cho'ng degan gap shuni uyg'urchada to'mirni cho'ng dunyodanki fiziksni ko'rsang, ya'ni atrofingdagi narsalarni mundaq qalam, to'mir deydigan mundaq narsaning chekida ko'rsang, to'mirning qattiqlik darajasi to'pininkidan vahshiy yuqori. Ya'ni sen to'mirni ishga bo'lqa olsang, u to'mirni mediltamaysan. O'zib bitib turdi. To'pini ishga bo'lqa olsang, u to'p yerga chashirib ketadi. Mushuni biz qattiqlik deb atab tursak, masalan. Ammo uning qattiqlik albatta uning atom tuzilishi alay biladiganlardan tarkib topadi. Endi shu atom tuzilishi alay biladigan Sualim nimaga qaytib beryapti-chu? Seninki dastlabki so'zlagan vaqtingda masalan mendimi cheksizlik mendimi bor, lekin uni ko'gil olmaydi deganda. Shunga uningdan keyin sen o cheksizni masalan bo'shliq dedim. Shunda bo'lganda endi u to'mirdimi bo'lishi kerak-da bu bo'shliq. Bu to'mirdan bo'lishi kerak, to'pa deganimda, masalan, to'mir deganda bir tal to'mirni deylik, endi bir tal to'mir bilan, shu bir tal to'mirninki uzunligi, kenglik, masalan, bir tal to'mirni bir yerga solsang, shu to'mirning o'lchami bilan shu to'pini shunday o'lchaylik, ya'ni o'xshash qutiga. Bir quti to'mir bilan bir quti to'pa deb tasavvur qilaylik. Ashuninki shu ikkisini teng selishtirgan vaqtimizda. Lekin bu yerda ko'rarman sening bak tilim ilmiy bo'lib ketgan vaqtida, ilmiy degan vaqtimda shu kasbiy-chu. Bundaq ahvolda ko'rarman nim deymiz, bak tushunib ketsangiz mumkin qaymoq qolishi. Shunga buni sen biroz burun degan bo'yicha bundaq so'zlab bersang, texnik bakrak tushunamikin deyman. Masalan, sen quantum physicsga aparding-ku, masalan narsalarni kichiklik qarasak deganda. Masalan, bizda eng kichik narsa ilm-fan. Hatto buni shu quantum fiziksi tadqiq qiladigan eng kichik bo'lganligi uchun. Masalan, deylik eng kichik narsa atom zarrachasi. Shunday zarracha. Uningda kichiklari bor, masalan, zarrachalarning uningdan kichikni sen parchalay olmaysan. Ya'ni atom parchalig'i bo'lmaydigan eng kichik zarracha. Shundaqmi? Deganimda hozir masalan kvant fiziksniki kasbiy so'zlar bo'yicha hozir men mundaq narsalarni deb aytsam hozir esimda darhol kelmaydi. Masalan, eng kichik zarrachani atom deb atab turaylik. Agar atom bo'lmasa, uning ismi kichik zarrachada atom deb atab tursak, ashning ichida biz uni ko'zimizdan ko'rolmaymiz, hatto mikroskop bilan ko'gil olmaydi, shundaqmi? Her qanday mikroskop bilan ko'gil bo'lmaydi. Shunda ahvol asida ashum atom eng kichik zarracha atomning ichida bo'shliq bo'lamdi. Men sendan so'rab boqay. Atom mush bo'shliqning ichidami? Bo'shliqning ichida? Hatto bo'shliqning ichidagi eng kichiki shundaqku? Albatta. Unda bo'lsa atomning ichida bo'shliq bo'lamdi. Kichik uningdan yeni parchalay olmaymiz ham. Atom shu birlik, eng kichik birlikda hamda shuning ichida. Eng kichik birlik. Demak, biz abay dedik, eng cho'ngning ichida turayotganimizning hammamiz shuning ichida dedik. Shuning ichida bo'lganligimiz uchun biz u bizning teshimizda ham ichimizda. Eng kichikidimi sence ash bormi? Ha, albatta bor. Men shunisining abay degan quantum physics apaga vaqtida tasavvur qildim uni. Chunki masalan ilm-fanda
Bulupmu şu kuantum fizikasidan keyin başlandı bu atom en küçük birlik atomның içinde mesela neytron var, elektron var. Şundamı? Şu neytron bilen elektron proton mu var deymiz mesela lekin proton bazı var, bazı bo'lmaydi deydi hem atomlarniki. Lekin ikki nap turayli neytron bilen elektron. Elektron neytronның etrafına aylandı. Şundaq-ku. Demek eğer aşı boşluk bulmasa, ma elektron qandaq neytronның etrafına aylanalıydı. Demek şu yerda boşluk var degan gap. Demek Nayt yaxshi logikalik gap qilding. Agar uning ichida bo'shliq qolmasa, u mangolmaydi. U to'xtab qolishi kerak. Demek endi mani mening gapimdan miyag so'rab ekilishim sebep bizning Uyg'ur ko'rarmanlar eğer sen şu tömürning yoki bo'lmasa olmosning umini qilsang tasavvur qilinmaydi uni. Lekin atom deganda tasavvur qilinmaydi. Lekin atomni ilmiy şekilde mesela çünkü bizning Uyg'urlar ilim fanni cho'ng ko'rdi, ishonadi, ilim fanning hukmiga, ilim fanning qarashlariga, ilim fanning yakunlariga ishonadi. Shunda bu vaqtda biz eng cho'ng mikroskoplarni ko'rgili olmaydigan dünyadaki en küçük narsa olan şu atomның özünden içidimi elektron peyqirish kerak bo'lgan boşluk bo'ldi degan gap. Demek sen biraz bunun aytgan mesela mening ichimda bir narsa var lekin ko'ngil olmaydi degan shu boşluk demakchi. Aşı boşluq şu. Andan bu yerda bir narsani aniqlab o'taylik. Nima uchun atomni ko'tarib chiqqanligimizni ba'zan fizikadan xabar olmagan anglag'uchilarimizning tushunish uchun tömür demdiq yoki yana bir qancha tömür yoki bir qancha to'pa. Shu tömürlarning hammasi atomlardan tuzilgan. Shu atomlardan tuzilgan. Sen menmi atomlardan tuzilgan? Mesela Bizim atomlardan tuzilgan. Hamma narsa shu Aşı atomlarning içinde boşluk var iken, demek bizde degan unda çünkü milyar atomlar var içimizde. Şundama demek aşının içinde milyar boşluklar var degan gapda. Demek albatta bizni shu boşluq içimizden teshimizdan shu boşluq yani içimizni asıl qilgan boşluq. Çünkü ben bu yerda bunda seni bazı sözlerini tekst koyduğum sebep ben ko'rarmanlarni ko'zda tutib o'taman. Şuna seni ko'rarmanlarni unutib qolmasgan deyman. Ha, to'g'ri. Shunga biz atomdan tuzildik, endi biz cheksizdan, cho'ngdan kichikka kiraylik. Chunki cho'ngdan kichikka kirsak, kichikka balkim o'xshamaydigan boshqa birni o'xshaydi deb o'ylab qilishimiz mumkin. Lekin undaq emas. Shundaqmi? Bu undaq emas. Ash cho'ngning qanday xususiyati bo'lsa, kichikningmi shunday xususiyati bor. Hatta buni ko'z bilan ko'rgil olmaydigan atom degan odamning ba'zi ilmiy tarbiyani jiq olmagan atomning kichik narsa bo'lmaydi deyish yo'lliq emas. Uni hozir deymiz. Cheksizning cheki yo'q deganda atomning kichik narsa bo'lmaydi deyish yo'lliq emas deydi. Biz uni ashtaq deb turyapmiz. Yo'q, mundaq aniqlab olyapmizku, masalan, parchalig'i bo'lmaydigan en küçük birlik debchu. Massa, en küçük massasını da olsa, en küçük birlikini de olsa, fizikalik birlikni, ha. Albatta, hozir sizning savolingizga kelamiz, Abduqodir. Amaliyotda umu oxirgi kelgan chog'da Stephen Hawking uningga qarab oxirida uni yo'qlik deb atagan, ya'ni hech nima deb atagan. Ya'ni umu cheksiz deb atagan. Biz cho'ngni cheksiz deyishni bizning aqlimiz qabul qila oladi. Çünkü bizning nazarimizda cho'ng narsalar cheksiz bo'ladi. Cho'ng bo'lgandan keyin uning ish bo'lmasa uning yo'g'onligini tasavvur ko'ramizda senlik so'zni ko'ramaymiz. U qarayamaymiz uningga degandek, qarayamaymiz. Qarayamaymiz. Shunlashqa uni ish bo'lmasa u yo'g'on tursa, u yo'g'on bo'lgandan keyin buning ma kichikdan chiki kengroq deb undaq o'ylay olamiz-da. Ammo kichikligan vaqtda uni kichik deb qarab olganligimiz uchun uning u cheklik deb o'ylab, kichikning cheki yo'qligini biz qat'iy kallamizga kirgizamaymiz. Biz uni qat'iy o'ylay olmaymiz. To'g'ri deysiz. To'g'ri. Amaliyotda
kichiklab degan vaqtimda nisbiy bundaq cho'ngga nisbatan kichiklaganini ko'rsatamiz-ku, bundaq o'qdiki, cho'ng bundaq hajm jihatdiki. Aşu hajmning eng kichikini atom desak, moddalarni tashkil qiladigan. Aşu atomning ichi amaliyotda uning ichi cheksiz. U To'g'ri. cheksiz. Bu ayni shu bo'shliq bo'lgandan keyin demak shu cheksiz degan gapda. Hem ayni shu bo'shliq ham shu fiziklarmi uningki cheksizligini shundoq ko'rdi. Uning u cheksiz u yerda hatto seninki eng kichik narsanimi uning cheksizligini qanday desam, qanday tasvirlasam bo'ldi. Parchalab bo'g'ilmaydi degan ma'noda desak, masalan, eng kichikningmi kichigiga berib bo'g'ilmaydi degandekmi? Shundoq. Uning cheksizlik, uning kichikligimi cheksiz. Ya'ni uning kichikligimi cheksiz. Har qanday narsa u cheksiz degan gap aboy men matematikni dedim. Sen degandek minus o'qimish tarafı. cheksizlik degan gapda, to'g'ri. Aynan cheksizlik. Umumiy cheksizlik. Cheksiz ma'noda musbatdan cheksiz ma'noda. Musbat biz musbat cheksizlikni oson tasavvur qila olamiz, chunki qo'shilib qolgan narsa bo'lgandan keyin biz qo'shilgan narsalarni cho'ng deb tasavvur qilish oson bo'ldi. Ammo biz bo'lingan narsalarni yoki bo'lingan narsalarni biz uni kichik deb uni chek kirgizib qo'yamiz. Bizning nazarimizda kichik degan gap chek bilan o'xshash tangdosh bo'lib qolgan. Amaliyotda umumiy cheksizlik uni bo'lib mangsang, uning chekiga yetolmaysan. Uning chekiga yetkazolmaydi. Bu yerda logikalik chek emas, bu yerda ya'ni Gresiyaning bir faylasufininki bir nimasi bor, bir hikoyasi bor. Ikki odam musobaqa o'tgan, ikki oy musobaqa o'tgan, ismini unutib qoldim odamning. Tushundim. Toshbaqa bilan toshqanni deydi. Toshqanning ashlarning yugurish musobaqasiga tushsa. Esasan nima toshqan hargiz toshbaqaning oldiga o'tolmaydi deydi. O'tolmaydi. Chunki nima ish qilsang 100 metrni 50 metrni yerimini besib bo'lgancha, ya'ni 50 metr, 50 metrni 20-25 metr, 25 metrni 12 metre. Shunday qilib uni mengutik qilamiz. Musofani besib bo'lolmaydi. Musofani toshqanmi besib bo'lolmaydi, toshbaqani besib bo'lolmaydi. Mushunga o'xshab kerak ketadigan Zenon deydi uni Gretsiyaniki Platondan burunqi Sokratdan burunqi filosof hatta Zenon degan. Mushunga o'xshash buni parchalab bo'g'ilmaydigan cheksizlikmi, umi cheksizlik Shunga Stephen Hawking fizik olimi, Amerikaniki dаңlıq fizik olimi Stephen Hawkingmi beshida har xil qiyoslarni qilib beqib, eng oxirisiga kelgan chaqda men u yerga qarsam degani men koinotga qaradi u odam, cho'ngga qaradi, bizning nazarimizga cho'ng qaradi, ham kichikka qaradi, kvantga qaradi va zarrachalarga qaradi. Ya'ni koinotni tarkib toptiradigan zarracha, bu yerda zarracha deganda modda emas, har xil moddalar va qorong'u moddalar bilan u fizikalik fuqamlar zarracha desak, shuni tashkil qilib turadigan uning, ya'ni koinotninki bu matrix, koinotninki to'qilmasi, koinotning to'qib turadigan bir nimani eng kichik zarracha desak, kichik zarrachaning ichiga qarab bu odam bu kichik zarrachaning ichida hech nima yo'q ekan deb shu hukmga keldi. Ya'ni hech nima yo'q degan gap shu aboy men degandek menda ko'ngil olmaydigan narsami bor degan shu hech nimalik shu narsa. Bu Budda degandek, Sakyamuni degandek hech qaytgan yo'q qo'yilgan degandek shu narsa shu. Amaliyotda buni qilib ishlamaydigan odamlar, qilib ishlamaydigan degani yana undaq ishlataveradi, chunki aql bilan gap qilyapmiz-ku hozir, garchi aql odamning tabiatini bulg'aydi deganim bilan. Demak, aqlmi buni o'ylay oladi ekan. Agar uni qadam-qadam logikalik yo'sinda bundaq ifodalab bera oladigan bo'lsak, aqlmi buni o'ylay oladi ekan. Shunga ba'zi odamlarning kallasi ajoyib cheklanib qolgan bo'lsa, ishlamaydi degandan bakroq cheklanib qolgan bo'lsa, kallasi cheklanib qolgan bo'lsa, kallasining cheklanib qolgani demak cheksizni bilmagani. Cheksizning uningda kallasida chekka kirib qolgan bo'lsa, shunga o'yliq yo'qlik degan yo'q narsa,
dep undaq zаңлык qiladi, yo'qlik degan qandaq Agar boşluk cheksiz bo'lsa, demak aşu yo'qlik degan gap, demak aşu birli bar degan gap bo'ladi. Abay biz degandek Alloh u bir dunyo. birdan bir barliq. U birdan bir barliq. Bu narsaning hammasi ko'rinish. Yo'qlik biz deyotgan, bizning ko'rarmanlar deyotgan hozir va ham Uyg'urlar va nurg'un dunyodagi xalqlar deyotgan aşu yo'qlik degan asli shu birdan bir barliq. Bizning Asli shu birdan bir barliq. ichida degan gapda. Asli shu birdan bir barliq, biz shu birdan bir barliqning ichidagi gavdilar. Bu yerda mundaq bir narsa kelib qoldi endi, chunki programmamizning oxiriga kelib qolyapmiz. Seninki so'z cheksiz haqidagi tasvirlaringdan, ya'ni bizga tasavvur qildirishlaringdan oldi bilan bizliqi tushunmaydigan, tasavvur qilolmaydigan bu cheksizni bizga bo'shliq degan shaklda tasavvurimizga yiqilib berdim. Shuning bilan biz uni demak u bizning demismi bo'shliq bizning sirtimizda va ichimizda deb buni ko'ra oldik, tasavvur qila oldik endi bunday vaqtda. Asli bu bo'lmas tasavvur qilolmaydik cheksizni, qanchalik so'zligining bilan. Demak, mushuningdan demak biz tasavvurga ega bo'ldik. Demak, agar bo'shliq degan shaklda tasavvurga ega bo'ldik chekizdan. Uningdan keyin ikkinchi qadamda aşı bizning ichimizda, sirtida, hamma yerda va butun hamma narsani o'rab turgan va butun biz ya yo'q deb o'ylaydigan va imkoniyati bo'lgan har qanday narsaning borligi. Aşı cheksizning ichida, aşı bo'shliqning ichida ekanligini deyishdik, so'zlashdik, suhbatlashdik. Endi bu bizningki e'tiqodimiz bo'lgan islom e'tiqodimizdagi, masalan, Allah'ın birligi degan e'tiqod qapadi. Chunki islom dinining o'zidimi, dinimizning o'zidimi Allah'ın birligi e'tiqodimizningki eng üstü, cho'qqisi. Chunki Allah'ın birligini muayyanlashtiramisan, yoki Allah'ni bir deyamisan, yoki Allah'ni birlikka keltiramisan, sen kafir bo'lib ketsa. Demak, bu endi bizni yine bu boşluqni yoki cheksizni boşluqni endi Allohga akilib bu uchisini bog'layotsa hozir ham. Demak, shu uch narsa. Demak, buningdan shuningga shu yakunga kelalaymiz. Masalan, demak, bu shu uchisi birining uch xil atilishi. Albatta. Fiziklar uni bo'shliq deb atadi. Dinda mesela o İslam onu Allah deb atadi. Allah deb atadi, arab tilidagi Allah deb atadi. Anandakin sendek bir shoir onu cheksiz deb atadi, shundaymi? Ya cheksizlik deb atadimi, yoki yo'qlik deb atadimi, yoki u hech nima deb atadimi, yoki u mening ichimdagisi, teshimdagisi deb atadimi? Demak, mushuningdan endi biz ko'rarmanlar bilan birga bir cho'ng olqi buni kim o Jaloliddin Rumi bir sözde aytgan masalan bilimning eng yüksek derecesi hayron qilish deydigancho. Bilimning eng yüksek derecesi hayron qilish. Ya'ni bu deganlik hatta ilim panda biz bilalaydigan, o ilim pen deb maqtab ketadigan, cho'ng ko'rib ketadigan ilim pen bilimni so'zlaydi-ku. Demak, Jaloliddin bu yerda aşı bilimlarning ustida cho'qqisi turdigini hayron qilishdi. Demak, Einstein o'xshash gapni qildi-ku. To'g'ri. Einstein tasavvur kuchi ilqi ash gap esimda bor. Nima deydi ilqi? Sana Einsteinning gapida uni ilqi hayron qilish demaydi, uni imagination deydi. Tasavvur qilish deydi. Endi aşu hayron qilish bo'lsa, demak biz hozir mushuningdan endi mushu hayronlikqa kelamiz. Ya'ni aşu bütün olimlar, fiziklar, tabiiy fan olimlari aşu bilib
bilib oxirida anondan keyin hayron qolgandek va buni Jalol Nurimon e'lon qilgandek biz mushu hayronlikqa yetib boramiz. U nima hayronlik degan vaqtida biz tariximizda Uyg'urlar masalan diniy tariximizda deganda hech bo'lmasa nimadan abturayli masalan biz islom dinini qabul qilgandan tortib ta hozirgacha bizga Alloh deyilsa yoki biz o'zimiz Allohning ismini atsak biz cho'qim osmonga qaraymiz. Shuning bilan hatto biz arsh Allohning arshi degandimi Allohning arshi osmonda 7 qat osmonning ustida deymiz. Shuning bilan oxirat qiyomat deganlarni xuddi mushu osmonninki bir yerlaridek yoki mushu jiroqlikning meni bir yerda aşağıdak his qilamiz. Mundaq chiqib aytgan vaqtida demak biz Alloh degan vaqtimizda uning mushu bo'shliqdagi bir yerda ekanligini tasavvur qilamiz. Kufrlik qilma. Bu şeriklik bo'ladi. Lekin hozir endi o'zimizni biz izlayotgan shu narsaninki biz cho'qinadigan shu narsaninki biz qo'rqadigan shu narsaninki ichida ekanligimizni ko'p qolamizda. Shunda bu Agar biz buni ichida bo'lmasak, u chaqda biz o'zimiz o'ylab olgan shu arishdagi kursida o'tirgan shu bir erga o'xshaydigan bir ilohni u chaqda u cheksizning ichiga kirib ketadi. Çünkü erişme cheksizning ichida. Cheksizning ichiga kirib ketadigan bizga o'xshab qoladi degan gap o chaqda. U chaqda bizniki biz o'ydirib chiqargan bir nima bo'ladi. Bo'lapmi oyliqi erlarning tilida o'ydirib chiqarilgan çünkü Allohni er kishiga bekroq o'xshatadi. Ham shu erlar o'zini Allohga o'xshatib, Allohning qiyofatiga kirib oladi chiq vaqtlarda. Yoki ikkisi o'xshash. Shuningla u chaqda bizni er kishininki o'zligiga er kishininki men deydigan menmanligiga shuningga ibodat qildirdi. Shuning bilan cheksiz Alloh bir yerda qilib qilib, o yerda kursi va podshoh o'xshaydigan chiroyli osmonning ustidagi edi. 7 qat osmonning ustida kelgan bizning ko'zimiz yetmaydigan qaraydigan ashtaq bir qo'rqinchli bir narsaga aylantirib qo'ydi. Shuning bilan u Xudoyimdan shunda qo'rqishga boshlaymiz. Ani qilmasang, manda qilmasang deb bizga tahdid silishga boshlaydi. Ichimizga qo'rqinchni soldi. Shuning bilan qo'rqinch degan chek degan gap shu. Har qanday qo'rqinch chek bo'ladi. Shuning bilan u Alloh bizga shunday tushuntirilsa, u Alloh shunaqa bir chek sifatida tushuntiriladi. Shuning bilan biz Allohdan ayrilib ketamiz. Biz Allohdan ayrilib ketgan vaqtida u xuddi biz havodan ayrilib ketgandek ish. Bu havodan ayrilib ketsang o'lmamsa, beliqni suvdan ayirib etsang, beliq o'ladi. U chaqda biz o'lak bo'lamiz. Kimiki o'zini Allohdan ayirib etadi ekan, o'zini Allohning ichida emas deydi ekan, u chaqda u o'lak. U o'lgan. Murda bo'ladi. Tirik murda deymiz Uyg'urchada. Allohmi deydi uni Qur'onda ashtaq jiqadamlar ashtaq uyg'onmay tirilmay o'lab ketadi. Shunga bizniki klassik shoirlarimiz o'zlariniki Alloh bilan bo'lgan birligini kuylab kelganda men bir deb kelgan. Men Alloh bilan bir deb. Biz u birlikni Uyg'urlar u birlikni qandaqdir bir xil ruhoniy birlikdek, madaniy birlikdek, tafakkurdagi, o'y xiyaldagi birlikdek o'ylab qo'yamiz. Amniyatda u haqiqiy mushu birlikdagi badandagi fizikalik birlikkanda bu shu fizikalik birlik. Endi hurmatli ko'rarmanlar, bu suhbatimiz menimi biraz burun eskartgan hayronlikqa kelgandek cho'qim sizlardan mushu hayronlikqa keldi. Endi mushu hayronlikda o'zinglarninki cho'qingan, o'zinglar e'tiqod qilgan, o'zinglarning birdan bir yakka tanho yegona bo'lgan va shundaqla uningdan boshqasi bo'lmagan va shundaqla oxirida cheksiz bo'lgan ilohinglarni qayta o'ylaysizlar. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'linglar.
ve şundaqla hammamiz men ve sizlar birlikte Fatime Seyyah hanımga rahmet eytimiz bu sohbet için. Fatime hanım köpten köp rahmet bu sohbet. Sağ rahmet. Men şuna qarayman. Programmasiga rahmetdan buni anglagan anglagıçlarıma köpten köp rahmet. Hayır hoş.